Assalomu alaykum. Hozir odamlar yig'ilib olishsin, boshlaymiz bugungi uchrashuvimizni. Bir daqiqa. Okay. Ben şu ozgina yine kan tushunolmay qoldim-da. Nima qilish kerak edi yani? Assalomu alaykum. Hozir bir daqiqa shuni to'g'irlab olayda. Ha, shu topdim. Böyle. Ana ovozim sizlarga yaxshi eshitilyaptimi? Har eshikni ochadi. Barchaga assalomu alaykum. Xayrli kun. Ekaningizdan xursandman. Rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar, sog'lommisizlar? Va nihoyat sizlar bilan uchrashishga vaqt topib oldim va bundan juda ham xursandman. Hozir bir daqiqa. Yana ozgina qolganlarni ozroq kutib olamiz-da, kirib olishsin. Keyin sekin-asta boshlaymiz. Bugun siz bilan yaxshi mavzular haqida gaplashamiz va sizning savollaringizga javob beraman. Ikki tomonga o'ynashim mumkin, ozroq u yoqdan bu yoqqa qarashim mumkin, chunki Instagramda ham efir o'tkazyapman va Telegramda. Xo'p, ikki tomonda ham bormiz. Kimni savollari bo'lsa bemalol yozasiz. Telegramdagilar mikrofoningizni yopmadim. Bemalol ovozinglarni ochib savolinglarni bersanglar bo'ladi. Lekin agar juda ham ovozinglar shovqin bo'lib ketsa, men albatta o'chirib qo'yishim mumkin. To'g'ri keladi ovozingizni. Men bir marta o'chirib qo'yganimdan keyin, undan keyin o'zingiz ochib gapira olmasligingiz mumkin. Xo'p, jonajonlarim, qanaqasiz? Hammangiz sog'lommisiz? Hammangizni shu yerda ko'rib turganimdan xursandman. Kim kirsa shu yerda bugun sizlar bilan ba'zi savollarga javob beramiz. Aynan yaqinda bo'lib o'tishi kutilayotgan praktikum haqida gaplashamiz siz bilan. Amaliy ayollar muammolari bo'yicha va moliyaviy rivojlanish bo'yicha 40 kunlik men bilan shaxsan olib boriladigan amaliyot praktikum haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, Manzura opa, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzimsizlar? Rahmat, yaxshimi? Tuzimsiz? Rahmat, men yaxshiman. Yana birga bo'lganimizdan xursandmiz. Rahmat. Siz bilan sog'ayganmiz. Xudo xohlasa, men ham sizni ko'rganimdan xursandman, Manzura opa. Negadir xira ko'rinyapti. Sizga ham Telegramda xira ko'rinyaptimi yoki men ko'zim shunaqa ko'rinyaptimi? Sen qilaver menga ham lekin. Hozir bir daqiqa. Shuni artamiz, pardani olib. Shunaqa qilsanglar, ana, sal qilib agar ekraningizlar yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, uylardagi pardani olasizlar, artasizlar. Вот sizlarga. Yaxshi ko'rinadi keyin. Xo'p, sog' bo'ling. Mayli, Manzura opa, siz ham sog' bo'ling. Mikrofonlarni o'chirib turasizlar. Chunki keyin qolganlarni savollarini berishda ovozlari chiqmasin. Sekin asta boshlaymiz. Men bir ikkita savollarga javob berib turaman mavzu gapirishdan oldin. Telegramdagilar ham bemalol savollaringizni guruhga yozsangiz bo'ladi. Telegram guruhiga ovozingizni ochib aytganimdek bersangiz ham bo'ladi. Instagramdagilar endi sizlar faqatgina yozasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men attestatsiyadan kategoriyadan o'ta olmayotibman, negaligini bilmayman. Necha marta topshirdingiz imtihon? Qachondan beri o'ta olmayapsiz? Ya'ni o'ta olmaslik bo'yicha tajribalaringiz bormi avval?
agar qarang, biz hamma narsani psixologik asosiga e'tibor qaratamizda, ko'proq jismoniy tomon emas. Jismoniy tomonida lekin u ahamiyatli. Misol uchun, mana doktorga borasiz-ku, men qornim og'riyapti, men boshim og'riyapti, anchadan beri dori ichaman, boshqa qismim tuzalmayapti deysiz, doktorga borasizda. Doktor sizga nima deydi? Eng avvalo jismoniy tomonga e'tibor beradi. Ya'ni nima ovqat yedingiz, yoqmaydigan narsa yegandirsiz, balki nima deydi, kechqurun yeyotgandirsiz yo yeb yotib olayotgandirsiz deb jismoniy tomoniga qaratadi-da u e'tiborni. Lekin siz hammasini zo'r qilayotgan bo'lsangiz-da, lekin baribir yana sizda bosh og'riq, qorin og'riq ketmayotgan bo'lsa, undan keyin psixologga odatda yuborishadi, ya'ni psixologik tomoniga qarashga. Hozir siz kelgan joy shunisi, ya'ni sizda jismoniy tomonida nima bo'lgan? Jismoniy tomonda avvalam eng birinchi tayyorgarlik ko'rganmisiz attestatsiyadan o'tish uchun? Ya'ni o'qidingizmi, o'rgandingizmi? Mana shu narsa ahamiyatli. Ya'ni xuddiki ovqatni bu yoqda pala-partish ovqat yeb yoki achigan nimalardir yeb qo'yib yoki turib qolgan, issiqda turib qolgan nimalardir yeb qo'yib doktorga borib yana mani anaqadan qornim og'riyapti deyish, buni sababini boshqa tomondan qidirish ham mumkin-da. Ba'zi insonlar shunaqa bo'ladi. Shuning uchun eng avvalo tayyorgarlik ko'ryapsizmi attestatsiyadan o'tishga? Ya'ni o'zingizga ya'ni kerakli bo'lib qilishingiz kerak bo'lgan, avvaldan qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni qilyapsizmi? Agar bularni qilayotgan bo'lsangiz, hammasini o'qiyotgan bo'lsangiz, o'rganayotgan bo'lsangiz, agar shunday ham o'ta olmayotgan bo'lsangiz, unda men hozir so'ragan, 4 marta o'ta olmadim deb yozibsiz. Demak, buni ahamiyati bor oniy ostida. Chunki biz qo'rquv tajribasini 2 marta, 3 marta yashaganimizdan keyin miyamizga aniq qilib olamiz. Ya'ni o'sha qo'rquv bilan boradigan joyimizga. Chunki bizda juda ham zo'r tajriba bo'lib qoldi. Keyingi safarga ham xuddi o'sha narsa yana o'ta olmayman degan ishonch bilan, yana qilolmasamchi degan qo'rquv bilan, yana o'ta olmasam nimalardir bo'ladi degan vahima hislari bilan, ya'ni to'liqligicha hissiy, emotsional o'zimizni to'ldirgan, negativlarga to'ldirgan holatda boramiz. Imtihonga va ishlash kerak bo'lgan kallamiz ishlamaydi, chunki hissiy biz har doim aytamiz, hissiy ong yuqori bo'lganda, ya'ni hislaringiz ko'tarilib turganda mantiqiy ishlamaydi. Mantiqiy ong, hisob-kitob holatingiz, sizga kerakli bo'lgan narsalarni eslash holatingiz afsuski ishlamaydi. Ya'ni qarorlarga javob, yechim topa olmaganingizdek savollarga ham yechim topa olmaysiz bunday holatda. Agar shunday holatda borayotgan bo'lsangiz, bunda psixologik holda ishlashingiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilishingiz kerak bo'ladi? O'sha avvalgi qo'rquvlarni olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, qo'rqayotganingiz va bu yerda biz juda ko'p sabablar beramiz. Nega o'tolmayotganligi, balki sizga kerak emasdir yoki menga qaysidir qo'rquvlaringiz sababli uni to'xtatib turgandir, agar o'tsam nimadir bo'lib ketadi, hayotim o'zgarib ketadi deb to'xtatib turgandir, yoki shu avvalgi tajribalaringiz asosidagi ishonchlar sizni uni qilishingizga, o'tishingizga ruxsat bermayotgandir, ya'ni va hokazo aslida sabablar juda ko'p miyada bizga chiqarib beradigan, ularni ishlashingiz kerak bo'ladi o'zingiz bilan birga. Yozasiz, chizasiz, psixologlar bilan. Bizga kelsangiz, bizda osongina gipnoz qilamiz. Birinchi tozalaymiz, keyin yoki regressiya yoki klinik gipnoz qilib sizni miyangizga programmalashtiramiz. O'sha o'tib chiqishingizni va u yerda xalal berayotgan narsalarni tashlaymiz. Xudo xohlasa, niyatingizga yetasiz. Ya'ni aslida aniq qilish, agar o'zingiz ustida ishlasangiz, hal qilish mumkin emas bo'lgan holatimiz. Har qanday vaziyat bo'lsa bo'ladi. Aytadiki, o'limdan boshqa hammasining imkoniyati bor. Ya'ni buni ham imkoni yetsa bo'ladi. Xo'p, demak, qo'shilganlar qo'shildi. Demak, kutganlar shu ekan. Ko'pchilik emasmiz yoki obed vaqti bo'lgani uchun obed emas, 3 bo'ldi soat. Yoki men bilan uchrashuvga meni kutmagansiz, o'sha siz bilan gaplashmay qo'yganimga anchadan buyon. Yoki menga beradigan savollaringiz yo'q, shuning uchun demak, mana shu yerda bor insonlar, demak, meni kutganlar va menga savol berishni xohlagan insonlar shu yerda deb hisoblayman. Qolganlarni kutmaymiz va nechta inson kirgan bo'lsa, shular bilan davom ettirib ketamiz. Salomat bo'ling, omad tilayman sizga. O'zingiz ustida ishlang. Bu hal qilsa bo'ladigan vaziyat. Faqatgina miya eski tajribalarni juda yaxshi ushlab qoladi-da, o'sha qo'rquvlar bilan borasiz ko'pincha. O'sha sababli ham eslashingiz kerak bo'lgan narsalarni ham eslolmay qolishingiz mumkin, hayajonlanishingiz mumkin. Xo'p, demak boshlaymiz bugungi mavzuyimizni. Bugungi mavzu siz bilan aynan yaqinda boshlanadigan amaliy praktikum haqida men sizga qisqacha ma'lumot beraman va savollaringizga javob beraman. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi, nega bu praktikumni ochdim, aslida umuman vaqtim yo'q bo'lgan holatda va darslarimni hamma narsamni qisqartirilayotgan vaqtda nega bu praktikumni men yaratishga qaror qildim. Shu haqida siz bilan ozroq gaplashamiz. Savolinglar bo'lsa bemalol Instagramda chatda yozib qo'ysanglar bo'ladi, Telegramga ham
savollaringizga sekin-asta javob beraman. Taxminiy aytaman, sizlar bilan 1 soat, maksimum 1,5 soat sizlar bilan birgaman hozir. Ya'ni efirda savollaringizni olishdan xursand bo'laman. Xo'p, nima sababdan bu praktikumni qilishga harakat qildim? Bu amaliyot ya'ni kurslarini qilishga harakat qildim. Bu aslida kurs emas. Bu yerda umuman hech qanday holatda dars bermayman. Faqat lekin mana bu pul praktikumida, amaliyotida ozroq dars berishga qaror qildim. Ba'zi yangi ma'lumotlarni berishga, chunki ko'pchiligingiz agar meni istoriyamni kuzatayotgan bo'lsangiz, yaqinda millioner ongi rivojlantirish bo'yicha amerikalik millioner mutaxassislardan men o'zim kursda intensiv 3 kunlik kursda o'qidim va bu kurs jarayonida men uchun juda yangi deb bo'lmaydi, lekin ba'zi eski ma'lumotlarimga umuman boshqa tomondan qarash, ya'ni o'sha jarayonni ichida bo'lgan insonlar ko'zi bilan qaragan holatda u ma'lumotlarni ongimda yangiladim va ba'zi yangi amaliyotlar u yerda o'rgandim. Mana shu narsalarni sizga ozroq tushuntirishni berishni xohlayapman, chunki ularni masalan ma'lumot yetkazish usullari, ularni amaliyotlarni berib birin-ketinlikda ishlash usullarini qabul qilgan holda o'zimga yaxshi taassurot qoldirgani uchun sizga ham o'sha 3 kunlik treningda o'rgangan narsalarimni bermoqchiman. Shuning uchun faqatgina aynan pul praktikumimizda pul bilan bo'ladigan 30-da boshlanadi, bilasiz, bu 30-iyulda. Mana shu yerda ozroq sizga dars bilim ham beraman. Ya'ni pul bo'yicha nimaga e'tibor berish kerak, qanaqa qilish kerak, shular bo'yicha asosiy bu yerda qanday rivojlantiriladi, umuman maqsad qo'yish, boshqa narsalar haqida ozroq sizga aynan o'sha millionerlarning o'zidan o'rgangan ma'lumotlarim bilan bo'lishaman. Lekin odatda ayollik bilan bog'liq ishlash jarayonida yoki pul bilan bog'liq ishlash jarayonida unaqa dars beriladigan amaliyot emas. Bu nima, qanday praktikum bo'ladi? 40 kun mobaynida siz ilk kundan boshlab har kuni sizga amaliyot beradi va birinchi kun berilgan amaliyot ikkinchi kun takrorlanmaydi. Ba'zi amaliyotlar bor, sizga taklif sifatida beriladi. Buni bir hafta bajaring yoki bu amaliyotni 1 oy bajaring degandagi taklif sifatida beriladi, chunki natijasi shunday yaxshi bo'ladi. Lekin odatda men sizga har kuni yangi narsa beraman. Har kuni o'sib borish jarayonida, ya'ni ilk boshida muammolarni eng asos nuqtalaridan sekin-asta rivojlanib borish jarayonida men amaliyotlar beraman. Lekin bu uchun nima qilamiz? Menda hozir tayyor amaliyotlar sizga avval yozib qo'yadigandek bu amaliyot bo'ladi holatda ro'yxat tayyorlamaganman. U ro'yxat yo'q. U ro'yxat bilan bermayman bu safar, chunki nega? U yerda qo'shilgan insonlar bilan birinchi, ikkinchi kunlar jonli efir qilamiz va men sizga savollar, so'rovnomalar beraman va o'sha so'rovnomalarni to'ldirib berishingiz va jonli efirdagi muammolarni tahlil qilish orqali, sizga berilgan savollarni menga javobini berish orqali men har bir ishtirokchini individual holatda, ya'ni mavzularni guruhlayman. Masalan, pul holatida bo'lgan bo'lsa, kimlardadir qarzdorlik muammosi, kimlardadir pulni keladi ushlab qololmaslik olmaslik muammosi, kimlarda umuman pul topa olmaslik muammosi, yana kimlarda katta pullardan qo'rquv muammosi, shunga o'xshagan vaziyat holatlar va kimlardadir bu vaziyat endi boshlandi, kimlardadir bu vaziyat avvaldan boshlangan, kimlardadir masalan bu vaziyat qancha harakat qilsa ham hal qilishga bir xil bo'ladi, bir yo'q bo'ladi, bir bor bo'ladigan holatda, ya'ni tushish chiqish jarayonida rivojlanyapti. Bularni men ko'rishim kerak. Ya'ni guruhning ichidagilar, insonlarni men aynan holatini ko'rishim kerak. Pul holati, masalan, pul bilan ishlash holatimizda va ularning muammosini o'rganishim kerak. Aynan ularga mos holatida tuziladi. Chunki men intensiv, kim men bilan intensiv o'tgan bo'lsa, orangizda 5 kunlik, 7 kunlik, 10 kunlik intensiv dasturlarimda men xuddi o'shanday inson muammosini o'rgangan holatda har kuni kunlik amaliyotlar beraman insonga. Har kuni muammolar alohida qilgan holda muammolarni mavzularga ajratib, sizda ham xuddi o'shanday holatda bo'ladi. Ya'ni sizni to'liq hozirgi vaziyatingizni o'rganaman, deylik, hozirgi vaziyatda qarzlarni chidarsiz, keladigan joyingiz yo'q yoki yetmayapti, nima deydi, ortiqcha chiqimlaringiz ko'pda, shu tomonlar shunaqa holatda turibsiz yoki kimdir topadi pul, lekin baribir u pul qo'lida qolmaydi, qarzi yo'q, boshqasi yo'q, lekin shuncha pul topsa ham qo'lida ushab yig'ib qo'ya olmaydi-da. Shu holatingizni, ayni damda turgan holatingizni o'rganamiz, bu turgan holatingizdagi vaziyatni ko'ramiz. Shu vaziyatdan siz qayerga bormoqchisiz, qaysi darajaga chiqmoqchisizda kelajakda,
masalan 2-3 oyda yoki 6 oyda, 1 yilda siz o'zingizni qanaqa nuqtada ko'ryapsiz, buni aniqlashtirib, o'sha jarayonga borish uchun sizda nimalarni hal qilish kerak bo'lsa, shular bilan ishlaymiz. Ya'ni ma'lum bir ma'noda guruhdagi insonlar uchun, guruh insonlari uchun individual tarzda tuziladi. Tashqaridagi men oldindan bu mavzu bo'lishi mumkin, bu mavzu bo'lishi mumkin degan taxmin qilib tuzilgan amaliyotlar emasda, aynan o'sha yerdagi ishtirokchilarga individual tarzda tuzilgan amaliyot hisoblanadi. Bunda har hafta siz bilan jonli uchrashamiz. Har hafta jonli uchrashganimizda psixologik tahlil bo'ladi, ya'ni kimda qanday vaziyat ketyapti, amaliyotlardan keyin qanaqa ko'tarilish ketyapti, qanaqa vaziyat ko'tarildi, bu anaqani bajarganingizda qanday muammo holati yuz berdida, nimadir o'zgardimi, qila olyapsizmi, qila olmayapsizmi, bu narsalar siz bilan muhokama qilinadi odatda suhbat asosida yoki kelishilgan anaqada insonlarning vaziyatiga, muammosiga qarab turib umumiy gipnoz seanslari o'tkaziladi yoki boshqa qo'shimcha aynan muammoni kovlashga, muammoni ildizni topishga qaratilgan psixosomatik turli xil, yana men bilan jonli holatda o'tkaziladigan bir haftada bir marta turli xil sizga amaliyotlar beraman, yozma amaliyotlar, savol javob, ya'ni men bilan o'sha joyda yozasiz, javobini aytasiz, o'sha joyda tahlil qilamizda, shundoq ishlash holatida. Shunaqa qilib haftasiga bir marta siz bilan jonli ishlaymiz. Qolgan holatda har kuni men siz bilanman. Har kuni men sizga bir kun oldin kechqurunda men sizga ertangi qilishingiz kerak bo'lgan amaliyotlarni beraman, amaliyotlar aniqasini. Siz o'sha kuni ularni bajarib, hammasini bajarganligingizni topshirishingiz kerak bo'ladi. Amaliyotlar unaqa qiyin emas, sizning hayotingizga, yashashingizga xalal bermaydi, qiynamaydi, lekin sizga baribir tavsiya qilaman, mana shu 40 kunni o'zingizga ajratishingizni, ma'lum bir ma'noda qanaqa ma'noda ajratishingizni qaror qilishingizni, hamma amaliyotni qo'limdan kelgancha bajaraman. Mana hozir bizda bilmayman, orangizda bormi yo'qmi, 6 oylik biz bilan 6 oylik men bilan individual ishlaydigan kursimizdagilar ilk boshida ozroq qiynalishdi bu narsalarni qilishga, lekin hozir o'rganishdi o'z miyasida, qilishni vaqt topadi, ertalab turadi yoki bajarib qo'yadi yoki kechki payt bajarib qo'yishadi. Albatta qancha ko'p amaliyot har kuni bersin, ularni shuni bajarib tashlashadi. Men qildim. Chunki siz bir hafta tanangiz bu narsalarni bajarib o'rgatsangiz, aslida ko'p vaqt olmaydi. Agar bitta o'tirib berilgan amaliyotlarni bittada o'tirib bajarsangiz, taxminan 1 soat vaqtingiz yoki yarim soat vaqtingiz oladi xolos o'zi umumiy hammasida. Lekin bizning ko'zimizga ko'p o'xshab ko'rinib ketadi. Ayniqsa men 1, 2, 3, 4 qilib anaqa qilib berib qo'yadigan bo'lsam, voy bir kunga 4 ta 5 ta amaliyot beribdi. Bu juda ham ko'p, men buni qila olmayman degandagi qandaydir insonlarda qo'rquv paydo bo'lib qoladi. Yo'q, o'zi aslida men qilaman, men ishonamasizmi? Men ularga bergan amaliyotni ham qilaman, o'zim uchun yana alohida amaliyot tuzib olaman-da, uni ham qilaman, hammasini qilaman. Yana siz bilan birga ertalabdan kechgacha bu yerda darsdaman, ishdaman. Yosh farzandlarim bor, ularni olib boraman, olib kelaman, shuncha ishim bor, lekin ularni qilaman. Nega qilaman? Chunki men tanam o'sha o'rgangan bularni bajarishga, bu narsalarni qilishga o'rgangan, doimiy ravishda o'zimni ustimda ishlashga o'rganganman. Shuning uchun menga qiyinchilik tug'dirmaydi va siz ham mana shu narsaga o'rganishingiz kerak. Mana shu joyda bitta savol beraman sizga. Orangizda nechta inson, iltimos yozing, shuni menga javob qilib, orangizda nechta inson o'rgangan bilimlaridagi amaliyotlarni oladida va o'sha amaliyotni kamida 1 oy bajargan, kamida 1 oy qo'ymasdan har kuni bajargan amaliyotlarni shunaqa qilib bitta bo'lsa ham amaliyotni kamida 1 oy bajargan, ya'ni buzmasdan, hech narsa qilmasdan bajarganlar bormi orangizda? Bilaman, juda ko'pchiligingiz bilim olasiz, bu yerda ko'rib turganlarim ham o'shancha bilim olgan insonlar, lekin siz aynan o'sha bilim olganingizdagi, ichidagi sizga o'rgatilgan amaliyot birortasini 1 oy, 1 donasini o'rganganlaringiz ichida 1 oy uzmasdan bajarganlar bormi? Yo'q deb javob berishibdi. Men 10-15 kun bajarganman deyishibdi. Menga chat ko'rinmayapti, boshlandimi? Tepada turibdi, o'sha joydan kirib oling, aniq qilyapti, eshitmayapsiz menimcha siz. Bormi ya'ni orangizda? Instagramda bizda juda ham kam insonlar, Instagramdagilar вообще meni bilimlarimga umuman qiziqmaydi. Ularga umuman aloqasi yo'q, bilmayman nega kuzatishni ham bilmayman bu yerdagilar meni. To'g'risini aytsam, kiradi, chiqib ketishaveradi. Telegramdagilar yozing kuzatayotganlar. Bormi shunaqa insonlar orangizda? 1 oy mobaynida qilganman deb yozibdi. 1 oy mobaynida o'smasdan qilganlar bor ekan amaliyotlarni va natija bo'lgan. Qilgan bo'lsangiz natija bo'lgan.
boshida bajaraman, keyin qolib ketadi. Boshida bajarasiz, qolib ketadi. Hozir nega boshida bajarasiz va qolib ketishini ham men sizga tushuntiraman. Ya'ni qarang, ko'rdingizmi? Bu yerda juda ko'p inson har doim ham shunaqa. Hozir mana O'zbekiston holatini oladigan bo'lsangiz, hattoki har bitta universitetda o'qib chiqqan studentlar, talabalarni ham oladigan bo'lsangiz, masalan, doktorlik deylik, nima deb biot yo'nalishni bitirib chiqqan. Nechtasi vrach bo'lib ketadi deb o'ylaysiz? Yo'q, hammasi vrach bo'lib ketmaydi yerdagilar. Mikrofonlarni o'chirtirasizlar, men o'chirsam keyin qaytarib ocha olmaysizlar ovozini. Ay. Nima bo'ldi? Hozir bir daqiqa. Nega men chiqarib hozir bir daqiqa adminlarimga men admin nomerlaridan kirmaydi deb qo'yinglar. Chunki men chiqarib olyapti bo'lmasam. Okay, qaytib keldim. Yerdaman, davom etamiz. Ya'ni hatto universitetni bitirgan talabalarning ichidan ham juda kamchilik son holatda aynan o'sha mutaxassislikni bitirgan, o'sha mutaxassislikda juda ham zo'r ishlaydigan insonlar chiqadi. Har qanday yo'nalishda, mana psixologiyani bitirasizmi, har bitta kursni bitirasizmi, amaliy kurslarni bitirasizmi, nimani bitirib tugatib chiqqan bo'lsangiz ham juda kam inson u yerdan haqiqiy o'sha yo'nalishni mutaxassisi bo'lib chiqadi, ishoning. Chunki nega? Chunki ilk boshida hammada motivatsiya zo'r, "Oy, men o'rgandim, men kirdim bu yo'nalishga, men to'la oldim, kursga kirdim, xursandchilik, hammasi yaxshi, euforiya." Keyin ozroq boshlanadi, ya'ni o'rganish, qiziqish jarayoni, qanchadir vaqtgacha mazza qilib o'rganasiz. Undan keyin miya srazi aytadi, bo'ldi, tushunarli, demak shu narsa ekan, xolos, ortiqchasi bizga kerak emas. Yo bo'lmasam ba'zan har doim mana qanday jarayon, hozir aytaman, bitta anaqa psixologik hatto misol bor. Bitta hatto anaqa bor, psixologik teoriya bor, boshlovchilarga. Juda ko'p, deyarli 90% insonlar boshlovchilar, ya'ni bo'ladi-da, ilk boshida juda yaxshi boshlashadi, har bitta narsani, farqi yo'q, nima bo'lishidan qat'iy nazar, u biznes, u ish, u qandaydir holat, anaqa bilan, motivatsiya bilan, "Voy, men qila olaman, xohlayman" degan holatda boshlashadi. Xuddi marafon yugurgandek, marafonda yugurishadi qanchadir vaqt, maza qilib yuguradi, xuddi oxirigacha yuguradi. O'rtasiga ozgina kelganda, ozgina charchoq his qilganda, ozgina qiyinchiliklar ko'rinish boshlaganda, ozgina muammolar ko'rinish boshlaganda, qaradiki, bilimlar juda ham ko'p vaqt sarflanyapti, boshqa bo'ladi, ko'rishni boshlaydi. Srazi miya aytadiki, bu bizga kerak emas, chunki bu bizning komfort zonamizdan tashqaridagi holat. Ya'ni agar men bu hozir bu narsani qiladigan bo'lsam, o'zimni o'sha qulay bo'lib o'tirib olgan hududimdan chiqishim kerak, alohida vaqt ajratishim kerak, bunga alohida kuch sarflashim kerak, muammolarni hal qilishim kerak, ularga energiya sarflashim kerak, yana nimadir ozroq uyqumdan voz kechishim kerak, ozroq nimadirdan voz kechishim kerak degan holatni birdan miyaga, inson miyasiga quyadi-da miya, ya'ni teldiradi sizga. Chunki chiqib ketib qolamiz komfort zonamizdan, hayotimiz o'zgarib qoladi yoki boshqacha fikrlab qolamiz, boshqacha holatga kelib qolamiz. Sizni o'shancha qo'rquv, vahima yoki bo'lmasam muammo, o'sha vaziyatni juda katta qilib ko'rsatish orqali siraz orqaga tortadi. Asosan shuning uchun juda ko'p insonlar, bu psixologiyada hatto teoriyasi bor buni. Hozir eslamadim sizga anaqa qilish uchun insonlarni aynan nima sababdan hamma muvaffaqiyatli bo'lmaydi deganda, inson miyasini aynan shunaqa ishlaydi. Motivatsiya zo'r boshladi, yugurdi, marafon qanchadir yugurgandan keyin, ozroq charchagandan keyin, ozroq qiyinchilik boshlagandan keyin u yog'iga harakat qilishni xohlamaydi. Buni miya qiladi odatda. Shuning uchun siz, "Men bugun sportga shug'ullanaman, men bugun yurishga chiqaman, men bugun nima deydi, tosh ko'tarishga boraman, men bugun zalga boraman, men bugun kitob o'qishni boshlayman." Boshlaysiz, o'qiysiz, har kuni qilaman. 2 kun qilganingizdan keyin 3-chi kun miya yana boshlaydi. Sen agar buni qilsang, chunki nega? Siz u ishni qilsangiz, avvalgi rutinangizdan, avvalgi o'rgangan hayotingizdan boshqa hayotga o'tib qolasiz. Ya'ni komfort hududingizdan chiqib qolasiz. Siz doimiy yashab turgan holatdan boshqa holatga o'tib qolishingiz mumkin. Miya bu narsani xohlamaydi. Chunki nega? U yer xavfli bo'lishi mumkin. Bu komfortdan chiqish jarayoni siz uchun, hayotingiz uchun zararli bo'lishi mumkin. U yer chunki hali siz yashab ko'rmagan muhit, siz hali
tajribangizdan o'rganmagan, masalan oddiygina pul holatida aytaylik-da, siz hozir pulsiz, siz qarzlarning ichidasiz, muammolarning ichidasiz, shunday holatda o'tiribsiz. Bu siz uchun komfort hududi, chunki siz uni har bitta nuqtasini bilasiz. Qarz topish qanaqaligini, kredit olish qanaqaligini, kredit to'lash uchun yugurish qanaqaligini, hamma holatini bilasiz. Bu yerda tana o'lib qolmayapti, miya o'ylaydi, sen o'lib qolmayapsan, sen normalsan, yashayapsan. O'sha hududning ichiga kirib qolgansiz. Pul doimiy pul bo'lishi-chi, ya'ni millionerlik holati sizni mana bu komfortingizni chegarasidan tashqarida turibdi. Bu nima degani? Bu yer komfort hududi bo'lsa, chegarangizdan tashqari, ya'ni komfort bo'lmagan hudud sizga, ya'ni uncomfort deymiz biz endi ingliz tilida. Sizga komfort bo'lmagan hudud. U yerda men o'zimni yaxshi his qila olmayman deydi miya birdaniga. Meni chegaram bu. Bu yerda qarzlar bilan, muammolar bilan shunaqa qiynalib ishlab o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Chunki bilaman har bitta nuqtasini, o'lmayapman-ku, necha yillardan beri yashab yuribman. Meni hududim bu, yaxshi, men o'lmasam bo'ldi deydi miya. Lekin u chegaradan tashqaridagi hudud, u boylik hududi, millionerlik hududi, pulni ko'p bo'lish hududi sizning miyangizga, ya'ni tanish bo'lmagan joy. Ya'ni noqulay hudud u yer. U yerga yaqinlashasizki chegaraga. Harakat qilishingiz mumkin. Avval o'rtadingiz harakat qiladi, motivatsiya, bo'ldi, bu safar men millioner bo'lib ketaman yoki bu safar men katta pul ishlashga chiqaman. Motivatsiyangiz bo'ladi. Chegaraga yaqinlashishingiz bilan o'sha komfort bo'lmagan hududga qarab yurishingiz bilan miya aytadi, to'xta. Qarab nima qilyapsan? Ko'p vaqting ketyapti. Qarab bu seni qiynayapti. Qarab mana bu narsa. U bo'lib qolsachi, qo'rquvlar ko'tarilish boshlaydi. Va men buning qolib ketyapti. Buning e'tibor qaratishing kerak. Buni qilishing kerak. Buni bu qilishing kerak. Sizga o'sha sababni topib olib kelaveradi. Voy bolang yig'lab qoldi. Bu yana uning bo'lib qoldi. Yana buning bo'lib qoldi. Hammasi miyani sizga o'sha komfort bo'lmagan hududga chiqmasligingiz uchun bahonasi, prosta bahonasi. Aslida u narsa sizga katta bo'lib ko'ringan qo'rquv вообще mavjud bo'lmasligi mumkin. Da? Ya'ni shuning uchun bu narsa normal. Aynan shu sababli ham juda ko'p insonlar darslarga kiradi, juda yaxshi o'rganish uchun kamdan-kam inson darsni oxirigacha zo'r o'rganib tugatadi. Juda kam inson. Boshida zo'r keyin uxlab yotibdi yog'iga. Bir kiradi, bir kirmaydi, bir o'qiladi, bir e'tibor beradi, keyin o'qib olaman dedi. Yo'q, o'qib olmaydi. Shuning men 2006-yilda rasman o'qituvchilikni boshlaganman. Men 2006-yilda o'zim universitetga kirganman, keyin undan keyin repetitorlik qilishni boshlaganman, chunki Respublika ona tili adabiyoti Respublika olimpiadasi g'olib bo'lganman va o'zim kirib olganimdan keyin ona tili adabiyotdan birinchi bo'lib ona tili adabiyotdan biz diplomatiyadagi kursdoshlarim bilan anaqada TTZda aviasozlik kollejida joy ochganmizda o'qitishga bolalarni rasman o'sha joyda men ona tili adabiyoti ingliz tilidan dars berib bolalarni universitetga tayyorgarlik ko'rishni boshlaganman. 2006-yilda haqiqiy men ustozlik karyeram boshlaganman. Hozir 20 yil bo'ldi men ustozlik qilishimga. 20 yil. Qanaqa darslar o'tdim men o'quvchilarga. Tarix o'rgatdim, ona tili adabiyoti o'rgatdim, ingliz tili o'rgatdim. Bittiki qizim buni ol. Ich gebe dir T-Shirt. Komm. Nicht hier kommen bitte. Alles aber. Ya'ni mana bitta tema takrorlanib turibdi. Bu savollaringizga javob beraman. Ya'ni tushunmayman, 20 yillik ustozman men. O'rgatmagan fanim qolmadi. Deyarli hamma yo'nalishda. Keyin IELTS o'rgatishni boshladim, ingliz tilidan tayyorgarlik ko'rishni. O'zim IELTS topshirib, chetga o'qishga kirganimdan keyin, Germaniyaga kelganimdan keyin aynan ingliz tilidan IELTSdan yuqori baho olishni va chet elga o'qishga kirishni, Study Abroad programmasini ochdim, uni o'rgatishni boshladim. Undan keyin mana hozir aynan anaqa bo'ldi. Psixologiya yo'nalishi, endi psixologiya yo'nalishida men sizga dars beryapman-da. Ma'lum bir ma'noda men 20 yillik, mana 2026 bo'lsa 20 yillik ustozman va har qanaqa o'quvchilarni ko'rdim. Meni o'sha payt ingliz tili o'rgatib, ona tili adabiyoti o'rgatib, o'qishga tayyorlagan o'quvchilarim meni juda ham yaxshi xarakterimni bilishadi. Chunki men ularni uy olib kelib tayyorlardim. Men uyimda tayyorlardim. Ertalabdan kechgacha dars o'tardim. Ularning ham xarakterlarini juda yaxshi bilardim. Bunda qaraganda juda ham qattiq ustoz bo'lganman. O'ta qattiq qo'l, hatto haydab borardim. Onang nima desa desin, xohlamasa pulini to'lamasin, lekin men dars qilmasam men sana o'rgatmayman. Men o'sha joyda juda ham ko'p insonlarni, ya'ni shuncha yildan beri har bitta o'quvchini juda yaxshi kuzatish imkoniyatiga ega bo'lganman.
Bundoq qaraganda chunki o'qituvchilik ma'ni aytadiki, qonimda bor, chunki meni onam ham o'qituvchi bo'lgan. Ya'ni o'zi onam asosiy meni ustozim, eng birinchi ustozim bo'lganda, shuning uchun o'quvchilardan ko'radigan bo'lsak, boshida hammasi zo'r o'rganadi, undan keyin ozginadan keyin bo'ldi, все qotib qoladi. Gebeti tutsumoq, shine. Qotib qoladi hammasi. Ya'ni bo'ldi, u yog'iga to'xtatadi. Xuddi shu bu yerda ko'ryapman-ku sizni. Men hozir faqatgina dars bermayapman-ku. Men insonlar bilan ishlayman, aynan psixologik holatda, psixolog sifatida men insonlar bilan ishlayman. Ular keladi menga, ularning muammolari bilan men ishlayman. Mana shu ishlash jarayonida menga aytadi, Shohidaxon yoki Shohida ustoz, men shuncha bo'ldi bu kursga qatnashdim, necha yildan beri psixologiyani ichida, men necha yildan beri nega hayotimni o'zgartira olmayman? Ayniqsa oxirgi paytda shunchalik ko'p bu savollar ko'payib ketdi-da. Shunaqa seans qilyapman, aytadi, nega o'zgarmayapti ustoz? Keladi menga bir yilda bir marta seans olib ketadi, и все bo'ldi. O'sha bo'yicha qoladi. Bu seansni o'sha bir donagina olgan seans mo'jiza yaratib berish kerak bu insonni. Shuncha yillik yashagan hayotida o'zgartirib qo'yish kerak-da miyasini. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Даже seans sizni shu kungacha yashagan, shu joyga kelguningizgacha musorlaringizni tozalab qo'yadigan taqdirda siz dальше yashaysiz-ku yana. Yana muammolarga kirasiz, yana insonlar bilan muloqotga o'tasiz, yana har kungi vaziyatlaringiz bilan yashashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har kunni baribir yana vaziyatlarni ichidasiz-ku. Bu degani siz o'zingiz ustingizda doim ishlamasangiz, siz yashayotgan holatingizda har kungi holatlar bilan ishlamaydigan bo'lsangiz, siz yana o'shancha musirga olasiz, yana o'sha travmalar, yana o'sha og'riqlar, yana o'sha nima deydi, qo'rquvlar yig'averasiz. Yana yarim yilda bir oyda yana kelasizda, yana bitta seans qilib bering deysiz. Seans qilib berasiz, o'zingizga yengillaysiz, yana ketasizda. Keyin kelasiz, nega hayotim to'liqligicha o'zgardi? Qanaqa qilib o'zgarsin? Siz hayotingizni o'zgarish uchun o'zingiz mehnat qilayotgan bo'lsangiz, o'zingiz harakat qilayotgan bo'lsangiz. Xuddi shunday. Shuning uchun bu bitta sizda emas, har bitta insonda aynan komfort hududidan chiqishga agar boradigan bo'lsa, siz oladigan bilimlaringiz, qilayotgan ishlaringiz oddiy kitob o'qish eng zo'r komfort hududingizdan chiqaradi. Siz bir oy tinmasdan har kuni kitob o'qishga harakat qilib ko'ring, u miyani qarshiligini juda yaxshi ko'rasiz. Oddiy yugurishga chiqish, bir oy har kuni yugurishga chiqaman deb chiqib ko'ring, bir hafta chiqishingiz mumkin. O'sha keyingisiga miya bahonalar o'shancha oldingizga bir dunyo bahonani olib keladi. Siz uchun bahonalar haqiqat edi, haqiqatdan ham u bo'lib qoldi, bu bo'lib qoldi, bu u yoq bo'lib qoldi. Bu bahona. Qachon u narsa sizga doimiy oddiy holatga aylanadi, qachonki siz miyaga o'sha hududdan o'tib, birinchi boshidagi aynan o'sha unkomfortni, noqulaylikni, qulay hudud emas, bu noqulay hudud. Noqulaylikni yashab ko'rib, miyaga sen o'ylaganingchalik yomon emas ekan bu joy. Bu yerda yashab qolsa bo'lar ekan degan narsani o'rgatmaguningizgacha, ya'ni noqulaylik hissini yashab o'tmaguningizgacha u joy sizga qulay hududga o'tmaydi. Siz u joyda noqulay bo'lsa ham, u yerda yashaysiz, qanchadir vaqt u yerni o'rganasiz, u hududni tushunasiz, qanday yashash kerakligini bilasiz, tushunishingiz kerak. Ozroq chidasangiz, ozroq sabr qilsangiz, bu noqulaylik albatta ketadi. Bu nima degani? Sizni komfort hududingiz kengayadi. Siz o'sha avval o'zingizni hududingizda qanday yaxshi his qilgan bo'lsangiz, endi mana shu ishlarni qilib, mana shu bilimlarni olib ham, shu amaliyotlarni bajarib ham, har kuni yugurib ham, har kuni amaliyot bajarib ham o'zingizni juda yaxshi his qiladigan bo'lib qolasiz. Yana buni davom etaversangiz, bu sizni doimiy odatingizga aylanadi. Doimiy odatingizga aylanganda miya buni bir muammo deb ham ko'rmaydi. O'zi hatto sizni o'sha narsani qildiradi. O'zi hattoki qilishingizga undaydi. Hattoki shunaqa holatga kelasizki, shu narsani qilmasangiz, xuddi bir narsangizni yo'qotib qo'ygandek bo'lasiz. Masalan, menga nega o'qib yurasan? Men turmush o'rtog'im menga aytadi, "Sen o'qishni to'xtatasanmi? Nega o'qib yurasan? Nega har kuni o'qishing kerak? Har kuni nega o'qish? Yana nega bitta o'qishingni tugatmasdan yana ikkinchi o'qishga kirib olaverasan?" Bilasizmi, men o'sha hozir mana 40 yoshga kirdim. 40 ga kirdim. Menda o'sha sonni ham esimdan chiqarib qo'ydi. Turkiyadagi magistraturam bitta bo'lsa, bakalavr O'zbekistonda bitta, Turkiyada magistratura bitta, Germaniyaga kelib ikkita magistratura, hozirgi psixologiya magistraturam bilan 3 ta, menda Germaniyaga ikkita, yo'q, Turkiyadagi bitta, Germaniyadagi ishda o'zi shundoq 3 ta, psixologiya 4 ta magistratura bor ekan, 4 ta magistratura. Tushunamizmi? Bitta doktorantura bilan, bitta bakalavr bilan. Da? Men aytayapman, hozir men magistratura hamda anaqa qidirib yotibman. Ya'ni doktorlik darajasi qidirib yotibman, aynan psixologiya yo'nalishida. Men turmush o'rtog'imga charchamadingmi? Men baribir o'rganar ekanman, farqi nima?
Men o'qishda o'qimasam ham har kuni nimadir o'rganar ekanman. Undan men o'qishga kirib olib turib bu narsani o'qisam, o'qiganim uchun qo'limga bitta qog'oz beryapti. Ha, mana o'qidi, bu shu o'qigan hisoblanadi, vaqt sarflagan dedi bitta. Farqi nima baribir deyman. Chunki meni tanam o'rganmasa tura olmaydi. O'sha o'rganib bo'lgan. Men chunki 5 yoshimdan boshlab kitob o'qishni boshlaganman. 5 yoshimdan boshlab o'rganib, o'sha anaqalarni oddiy alif beni boshqasini yodlab olganman. Men 6-sinf, 7-sinf, 6 yosh, 7 yosh maktabga borgungacha. O'sha alif be kitoblarni yodlab olgandim men. Shundan boshlab har doim kitob o'qiganman, doimiy ravishda kitob o'qiganman. Mendan boshqacha yo'lni bilmaydi. Stressga tushsam ham yana nimadir o'rganishim kerak, jahlim chiqsa yana nimadir o'rganishim kerak, nimadir bo'lsam yana nimadir o'rganishim kerak. Bu shunaqa holatga kelib qolgan. Shuning uchun ham men ba'zida aytaman, ya'ni bu meni prosta hayot tarzim xolos, men uchun bir ortiqcha bir narsa bo'lmaydi. Avval o'ylardim, insonlarga bilim berish uchun o'rganaman. Yo'q, sizga bilim bersam bermasam men baribir bu narsani qilarkanman. Chunki boshqachasiga prosta men tanam boshqacha yo'lni bilmaydi. Chunki buni o'rganib bo'ldi. Undan kayf oladi, undan gormonda o'ziga kerakli bo'lgan qoniqish hislarini oladi. Lekin u joyga kelguningizgacha qanchadir vaqt siz bu ishni qilgan bo'lishingiz kerak. Mana hozir men har bitta o'qigan narsani amaliyot qilaman. Lekin avval men ham shunaqa edim. Yo'q, men ham shunaqa emasdim. Men ham amaliyot qilmasdim. Prosta bilimlarni yig'ib qo'yardim. Amaliyot qilmasdim. Meditatsiya qilishda har doim uxlab qolardim. Qo'yardim, meditatsiya yotardim. Yana meditatsiya qo'yib, yana uxlayverardim. Xuddi sizga o'xshagan mana misol uchun-da. Lekin aytdim, mana shu ozgina qilgan narsa, hatto uxlab qilgan meditatsiyalarim o'zini natijasini berish boshlagandan keyin, aha, demak bunga e'tibor berib qaratib qilsa, demak ular foyda berar ekan. Va keyin sekin-asta e'tibor berib qaratib, orada bir hafta qildim, tashlab qo'ydim, 10 kun qildim, tashlab qo'ydim, 1 oy qildim, tashlab qo'ydim-da, lekin o'sha yerda ham ozroq natijalarni ko'rganimdan keyin aytdim, yo'q, bo'ldi, всё, men o'zgarish xohlayapman, men hayotim qilaman bu narsani. Va hozir ishoning, men sizga aytadigan har bitta kursimda, agar meni eshitgan bo'lsangiz juda yaxshi bilasiz. Men sizga bergan deyarli hamma amaliyotni men o'zim qilaman birinchi bo'lib. Men hayotimda sinab ko'raman. Menda u foyda bersa, men keyin sizga beraman. Menga ishlasa u narsa, keyin men sizga beraman. Men sizga beraman ishlab ko'rmagan amaliyotlarni, lekin uni aytib beraman. Men buni qilib ko'rmaganman, bu amaliyot bor, bilaman, lekin men buni qilib ko'rmaganman. Siz qilib ko'ring, balki sizga foydasi bo'lar deb beraman. Ya'ni bilimni olib undan foydalamasangiz, men o'tgan safar ham aytganman, prosta ustiga kitob ortilgan eshakdan farqimiz yo'q. Chunki foydasi yo'q bu narsani. Shunchaki yig'asiz musorni, miyangizni to'ldirasiz, lekin hayotingiz afsuski o'rganmaydi. Shu yerda deyarli 90% o'shancha bilim o'qigansiz, o'qimagan ustozingiz qolgani yo'q, o'rganmagan narsangiz qolgani yo'q-da. Mana xuddi o'shalardanman. Hali ham o'rganishda davom etyapman. Lekin hozirgi turgan nuqtamda sizdan bitta farqi bo'lib qoldi. Men har bitta o'rgangan narsani hayotimda qo'llab ko'ryapman. Qanchangiz mendan eshitdingiz? Meni o'zim uchun tajriba quyonchasi o'zimman. O'zimda qilib ko'raman, birinchi o'zimda qilib ko'raman deganimni nechta darsimda eshitdingiz siz? Mana shu narsa, men o'zim uchun tajriba quyonchasiman. Men aytilgan har bitta narsani qo'llab ko'raman o'zimga. Hamma narsani. Har qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Da? Ya'ni mana men sizga runalar, boshqalar o'rgataman-ku, o'qiling, bu qiling deb. Mana hamma joyim rasm daftar qilib tashlaganman o'zimni. Chizib, boshqa qilib, qanaqa ishlaydi, nima bo'ladi, da? O'rgatganman men sizga runalarni. Galdrastafir. Ya'ni men o'zimda tajriba qilaman. Qanaqa bo'ladi u narsani ko'raman, men keyin sizga u narsani beraman. Ya'ni ayni damda meni o'sib rivojlanayotganimdagi farq, menda sizdan ko'proq pul bo'lgani, menda sizdan ko'proq imkoniyat bo'lgani. Ishoning, men juda ko'pchilik biladi, attallab yotgan odamman men. Realni, uchta bola, atrofimda hech kim yo'q menga yordam beradigan boshqa davlatda ham ish, ham bolani olib bor, olib kel, u yig'ishtir, ovqat qil, yo'q menga yordam beradigan hech kim yo'q. Atalab yotimman yosh bolam bo'lgani uchun-da, qo'pol qilib aytganda. Lekin men qilyapman bu narsani o'zim uchun. O'zim uchun mehnat qilyapman. O'zimni hayotimni o'zgartirish uchun. Agar qayerdadir sizga meni o'sayotganimni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu qanaqadir menga sizdan ko'ra pavizlo bo'lgani uchun emas, ishoning. Men prosta sizga gapirilgan gapni, siz o'rgangan narsani men ham o'rganib, o'zimni hayotimda qilib ko'rayotganim uchun. Shunchaki bajarib ko'rayotganim uchun. Va natija erishmagungacha qo'ymayotganim uchun. Shu sababli
deyarli shu yerdagilar va natijaga erishmayotganlar va bo'lmadi. Mana hozir kimdir yozibdi, mana bitta takrorlanib turibdi muammom. Takrorlanib turaveradi. Agar sizga ya'ni anaqa nima deydi, hayot sizga bermoqchi bo'lgan bilimni anglab, tushunib, uni qo'llamaguningizgacha. Men kecha bitta mijozimga mana shu narsani aytdim-da. Aynan shunaqa takrorlanuvchi vaziyatlar bo'yicha-da. Mana bunaqa vaziyat, aynan qarz bo'yicha deb gapiraylik. Bitta inson keladi, qo'lingizda unga qarz beradigan o'rtog'ingiz, do'koningiz kim bo'lishidan qat'iy nazar. Qo'lingizda unga beradigan pulingiz yo'q o'zi aslida, lekin nimalardirgayiz yig'ib qo'ygan pulingiz bor, nimadirlarga ishlatyapsiz, o'zingizni bir muammongiz bor, o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan narsangiz bor, o'zingiz o'ylanib o'tiribsiz, o'sha pulni ushlab turibsiz, qaysi biriga ishlatishni bilmayapsiz. Kelyapti-da, do'koningiz sizdan so'rayapti, davay menga shunaqa juda ham qiyin ahvolga tushib qoldim-da, o'rtog'ingizmi, do'koningizmi, qiyin ahvolga tushib qoldim, qarz kerak, men bu narsa qilmoqchiman, qarz berib tur. Siz aytyapsizki, yo'q deya olmaysiz, siz shunaqa insonsiz. U ham o'rtog'ingizga rahmingiz kelyapti, o'sha qilyapti, aytyapsizki, aslida pulim bera oladigan holatda emas, men shunaqa to'g'ri pulim yo'q emas, ozgina shunaqa pulim bor, u pulni men bu narsa uchun yig'ib qo'ygandim deyapsiz. Ba'zi insonlar aytadi bu gapni. Lekin u men senga 2 kunda beraman, men senga u qilaman, men senga bu qilaman, tezsan bu narsani buguncha qaytarib beraman, iltimos berib tur deydi. Bunaqa vaziyatda ba'zilar prosta o'zini holatiga kerak bo'lsa ham, o'sha pul yetmaydigan holat bo'lsa ham, bu gapni ham ayta olmaydi to'g'risi. Ya'ni men o'zimga bu narsa kerak deya olmaydi. Pulim bor-ku, qanoq qilib yo'q deyman. Yo'q desam yolg'on bo'ladi dedi. Xo'p, beraman, pulim bor dedi. O'zi qayergadir ishlatish kerak edi o'sha pulni. Beraman dedim. Ichidan shundoq qiynalib nima qilaman, mayli bir xudoyim bir yo'l ko'rsatar u bu dedi. Ikkalasi ham berdi. Ya'ni unisi ham berdi, unisi aytib berdi. Va senga olib kelib beraman o'sha narsani, qilguningcha u yo'q deb oldi. Bunisi aytmadi o'ziga kerakligini, lekin qiynalib bo'ldi, berdi. Nechta odam bunaqa vaziyat yashagan? Yozasiz menga javobini. Berdi. O'zi juda qiynaldi, qayerdan pul topishni bilmaydi, nima qilishni hal qilishni bilmaydi. U inson beradigan vaqti keldi, yaqinlashdi, lekin u inson bermayapti. Qaytarmayapti. So'rayapti, pulni qaytarasanmi? Voy, u bo'lib qoldi-da, bu bo'lib qoldi-da, men senga o'qib bera olmadim, va'da berdim-da, bo'ldimda. Hozir bera olmayman. Voy, menga kerak edi, shunaqa narsa edi, meni muammom chiqib qoldi, kutdi. Yo'q, u puldan darak yo'q. Bu inson endi qayerdan, qanoq qilib pul topishni bilmasdan endi o'zi hammadan so'rab chiqadi, lekin bu insonga beradigan hech kim yo'q. Bir mahallalik xuddi shunaqa qilib bergan insonlari bunga bermaydi pul. Unga beradi, bunga beradi. Birorta inson nima qilyapti, bu inson o'tiryapti-da. Senga kerak bo'lganda hech kim yo'q ekan yoningda. Men shunga beruvdim. U men qiyin bo'lganimda menga bermadi, dedi-da. Juda ham xafa bo'ladi. Xafa bo'ldi. Bu vaziyat. Endi u inson nimadir yordam keldi, boshqa bo'ldi, bu holatdan chiqib ketdi. Yana qanchadir vaqtdan keyin yana xuddi shunaqa holatda o'zi shunday yashayapti. Yana kimdir keladi, yana xuddi shu holat, yana beradi yana shu qarzini. O'ziga kerak bo'lib turganda yoki yo'q deya olmaydi, yoki menga nima deydi, u insonni xafa qilishni xohlamaydi, yo bo'lmasam voy beradi deb ishonadi, ichidan yuragidan yulib olib berib endi kutib o'tiradi o'shanga. Xuddiki oxirgi yeyish kerak bo'lgan nonini berib yuborgandek berib yubordi. U inson ham yana qaytarib vaqtida olib kelmaydi. Yo'q, pul ketdi. Yana o'sha holat. Bu safar boshqacha bo'ladi deb ishonadi. Yo'q, bu bo'lmadi. Ishonasizmi? Ba'zi insonlar xuddi shunaqa vaziyatni 10 martalab, 15 martalab takrorlab yashayveradi. Aytadi, nega odamlar meni pulimni olib, men yordam beraman deyman, boshqa qilaman, qaytib bermaydi. Bunda menda uni qarzi bor, buni qarzi bor, buni haligacha bergan. Yo'q, meni pullarim faqatgina qarzda, ammo ularga yordam bo'lsin deb bergandim. Nega qaytib bermaydi? Menga kerak deganimda hech kim yo'q oldimda. Meni muammo bo'lganimda hech kim yo'q deb savol beradi. Men nima deb javob berdim bilasizmi? Chunki o'zim ham xuddi o'shanday holatni yashab o'tdim, 2 yil oldin, xuddi o'shanday vaziyatdan yashab chiqdim. Chunki o'zim ham tushunmagan ekanman. Bir necha marotaba o'sha narsaga tushgan ekanman o'zim ham. Men aytdimki, u pullaringni unut. Sen bilim olish uchun to'lagansan u pullarni dedim men o'sha insonga.
kechayam bittasi bilan shunaqa narsa mavzu haqida shu haqida gapirdim man. Qanaqasiga men bilim olish uchun to'laganman deb so'rayapti u inson. Men aytdimki, bir marta vaziyat berdi senga Xudoyim. Sen o'zingga kerak bo'lib turib, bemalol xotirjamda ol deb menda ortig'i bilan turibdi. Meni o'zimni bolalarimga, boshqamga, bunga qiladigan holatda emasman. Men senga beraman, qachon qaytarsang qaytarasan deb bera oladigan holating bo'lmaysan. Sen o'zingga kerak, o'zing hal qila olmaydigan muammoni ichida bo'lib turib. U yerda o'zingni o'ylamasdan boshqa insonni, balki yaxshi bo'lish uchun u inson oldida, balki inson yomon ko'rinmaslik uchun, balki u inson seni yomon deb o'ylab qolishi mumkinligi uchun, yana boshqa har xil sabablar uchun, balki yana nima deydi, qo'rquv uchun, balki ertaga men so'rasam u menga yordam bermay qolish mumkin degan fikrlar bilan yuragingdan yulib olib berib, mana shu joyda og'riqni qoldiryapsan-ku-da. Ayni o'sha holatda. Va buni senga Xudoyim bu bilim edi. Sen birinchi bo'lib o'zingni to'ldirishing kerak edi. Birinchi birovga yordam berishdan oldin o'zingga yordam berishing kerak edi. Sen bera olmaydigan holatda u insonga chiroyli qilib buni tushuntirsang bo'lardi. Qaytiga u insonga shunday qilganingda u inson yo'lini boshqa joydan qidirardi, imkoniyatini boshqa joydan qidirardi, olish kerak bo'lgan bilimini boshqa joydan olardi. Sen nima qilding? Sen o'zingni Xudodek ko'rding. Men unga yordam berishim kerak deb hisoblading. Lekin yordam berishing kerak qachonki senda bo'lsa, o'zing yordamga muhtoj bo'lmasang, qachonki boshqalarni to'ydira olasan, qachonki sen och bo'lmasang, o'zing o'shinga. Agar och bo'lib turib sen uni ber desang-ku ovqatni birov, qorniga tushib hazm bo'lib ketgungacha ham sen u ovqatdan uzilmaysan. Tushunyapsizmi? Siz berasiz uni, yeydi ko'zingiz oldida, siz qilib o'tirasiz. U insonda hazm bo'lib ketadi, lekin sizni hayolingiz o'sha ovqatda qoladi. Bu berish emas. Siz ovqatdan uzila olmaysiz. Xuddi shunaqa qilib pul beramiz. Yullib qayerimizdandir o'zimizga kerakini, keyin fikri xayolimiz o'sha pulda qolamiz. Bo'ldi, всё. Qachon menga beradi? Shuncha energiyamiz bilan yopishib olamiz o'sha narsaga. Boshqa tomondan aytadi, Xudoyim, bu boshqa tomonga yetib borgan, qarang, men bu yoqdan berib yuboraman. Yo'q. Chunki nega uzib bergansiz taningizdan? Og'ritib bergansiz o'zingizni. Xuddi bironta qo'lingizni kesib turib beringchi, bitta og'rib qoladi, qachon meni qo'limni beradi degandek holatda bergansiz. Va sizga Xudoyim qaytarib turgizib bermaydi, qo'rqmang. O'ylamang, hech qanaqasiga qaytarib bermaydi. Chunki bu qilgan ishingiz noto'g'riligini tushunishingiz uchun ham ular qaytarib xohlasa ham bera olmaydi. Hay, u inson avval qaytarib berardi, yaxshi inson edi, boshqa inson edi, lekin bu safar bermaydi qaytarib. Beraman desa ham sizga bera olmaydi. To'layman desa, boshqalarning qarzini to'lash mumkin, sizni qarzingizni to'lamaydi. Chunki nega? Siz energetik balansni buzgansiz. Siz o'zingizni to'ydirishingiz kerak bo'lgan joyda boshqalarga yaxshi ko'rinish uchun, boshqalardan ya'ni yaxshi gap eshitish uchun nima bilmayman, yoki ularni siz bu shunaqa yordam beradigan inson deyish uchun, yoki ichingizdagi o'zingizni o'shalarning gapi bilan ularga yordam berish orqali o'zingizdagi bu ichingizdagi bo'shliqni to'ldirish qandaydir maqsadida siz u insonlarga yordam berdingiz. Aslida siz hozir yordam beradigan odam emasdingiz. Va bu narsani noto'g'ri bo'lganini sizga Xudo ko'rsatish uchun u pul sizga qaytib kelmaydi. O'rganarmikin deydi. Va sizdan olingan u pulni, o'sha bilimni to'laysiz. Agar siz o'rgansangiz, u pul sizga qaytib keladi. Uzilsangiz siz boshqa qilasiz, qanday buni qilmaslik kerak. Tushundim. Men u yerda uni qilmasligim kerak. Keyingi safarga insonlar kelsa aytaman, menga kerakmi? Menga kerak. Uzr, davo bilan lekin buni bera olmayman, boshqa joyga bor. Xafa bo'lmasam, juda yaxshi ko'raman. Sani ham holating juda yaxshi tushunib turibman. Lekin o'zim ham shunaqa holatdaman, chunki hozir agar buni berib beradigan bo'lsam, men hayolim mana shu pulda qolib ketadi. Sani ham tinmasdan bezovta qilaman va bu narsani xohlamayman. Ertaga shu pul sababli munosabatimiz buzilishini xohlamayman. Shuning uchun iltimos boshqa joydan bu narsani qidir. Agar menda bo'lib, hamma narsa hal bo'lib, oshib turgan bo'lsa, ya'ni ko'p hech narsa qilmayotgan pulim bo'lsa, men jonim bilan senga berardim. Bu yerda xafa bo'lma degani to'liq haqiqatni aytish holatini qila olsangiz, ya'ni bu bilimni o'rgana olsangiz, keyingi safarga sizga bergan pullaringiz hammasi qaytib keladi. Lekin siz uni qila olmaysiz, keyingi safarga xuddi o'sha xatoni qildingizmi, u pullarni o'sha bilim uchun to'laysiz. 3-chi safarga ham xuddi o'sha xatoni qilasiz, yana bilim uchun to'laysiz. 4-chi safarga ham xuddi o'sha narsa yuz beradi, yana pulingiz ketaveradi, qaytmaydi, siz ola olmaysiz. Chunki nega? Bilimni to'layapsiz.
Chunki bu yerga bilim olish uchun kelgansiz. Bilim olish uchun. Всё. Har bir tajribadan o'rganish uchun. O'rganmayapsizmi, to'laverasiz. Shuning uchun qayta muammolarni yashaveryapsizmi? Bitta muammoni takrorlanib yashaveryapsiz. Demak, bilimini olmayapsiz. U yerda pul bilan bilimingizni to'ladingiz-da, ya'ni bilimni bahosini, pulini to'ladingiz-da, sizga berilgan har bir yangi berilgan tajribani. Bu yerda siz asablaringiz bilan to'laysiz, sog'lig'ingiz bilan to'laysiz, umringiz bilan to'laysiz, vaqtingiz bilan to'laysiz. Bu yerda o'sha bir xil inson, o'sha bir xil munosabat, o'sha bir xil holat, o'sha narsa, keldi inson, qochdingiz, ajrashdingiz, ketdingiz, yana kimnidir topdingiz, yana xuddi o'shandek, undan battar, bir xil munosabat, bir xil holat, bir xil yana undan ham qochasiz, ketasizda, keyingi safarga qo'rqib o'tirasiz, voy yana shunaqa bo'ladi. Takrorlanaveradi, ishoning takrorlanaveradi bilimingiz olmaguncha. Lekin siz albatta u bilimlarni to'lovni qilasiz. Hayotda har bir bilimni to'lov qilinadi. Siz bilimingizdan, bir marta to'lov qilgan bilimingizdan anglash, olib, uni hayotingizda, qarang, bu yerda ham muhim narsa, prosta anglash emas, uni hayotingizda qo'llash. Ikkinchi marta o'sha insonlar so'rab kelganda siz uni ishlatishingiz kerak. Men o'tgan safar shunaqa yashadim, men tushundim, men angladim, bu safar men bunaqa bo'ladi deb hayotingizda qo'llamaguningizgacha u sizga qayta bu o'rganmabdi deb hisoblab, qayta bu vaziyat yaratiladi va siz qayta u yerga to'lov qilasiz. Pullaringiz bilan to'lov qilasiz, vaqtingiz bilan to'lov qilasiz, umringiz bilan to'lov qilasiz, to'lov qilaverasiz. Sizga hayot o'rganmaguningizgacha bu narsani, ya'ni o'rganib hayotingizda ishlatmaguningizgacha qo'ymaydi. Kim bir martagina bitta vaziyat yashaydi, qachonki ya'ni o'sha vaziyatda, o'sha paytda anglab, tushunib, keyingi safarga o'sha boshqacha xulosa bilan chiqsiz. Shuning uchun aytiladi-ku, xato qilish muammo emas. Xatoni takror qilish muammo. Siz xato qildingizmi? U sizga bilim edi. Biz xato qilib turib o'rganamiz. Xatoni qilamiz, tushunamiz. Ha, demak, men bu yerda bunaqa yo'l tutish kerak. Agar xuddi o'sha narsani yana xuddi o'shanday tutsangiz, hech narsani o'zgartirmasangiz, yana xuddi o'shanday xato qilsangiz, endi bu yerda prosta to'lovni qilasiz, qolasiz. Yana xuddi o'shanday vaziyat keladi, yana to'lovni qilasiz, qolasiz. Hayotingiz bilan, sog'lig'ingiz bilan, pulingiz bilan ba'zi xatolarga juda katta to'lovlar qilamiz. Umrlarimiz bilan to'lov qilamiz. Farzandlarimiz, yaqinlarimiz umri bilan to'lov qilamiz. Biz u narsani ko'rmaymiz. Shuning uchun hayotda ham shunchaki o'rganish emas, shunchaki anglash emas, uni hayotingizga qo'llashingiz kerak. Va qo'llamadingizmi, sizga u narsa sizdan faqatgina pulingizni oladi, faqat vaqtingizni oladi, faqat umringizni oladi, xolos. Bu yerdan xuddi shunaqa kurslarga o'qib yotibsiz. Uni hayotingizga qo'llamayapsizmi? Pulingiz ketyapti, vaqtingiz ketyapti, umringiz ketyapti. Bo'ldi, всё ketyapti. Foydalanmayapsiz chunki u narsa. Shuning uchun foydalanishga o'tishingiz kerak. Har bir kursdan siz foydalana oladigan bir nechta amaliyotni o'zingizga olishingiz kerak va o'shani ishlatishingiz shart, majburiy qilishingiz kerak. Ana o'shanda sizga o'sha kurs foydali bo'lgan. O'shanda siz to'lagan pulingiz sizga qaytib keladi ortig'i bilan va qaytib kela oladi. Shuning uchun qarang, nechta insondan beri, nechtangiz yozdingiz, bitta amaliyotni bir oy uzluksiz qilganman deb. Bormi? Mana bor qilganman, natijaga erishganman deb bir kishi yozdi. Qolganlarda erim bilan ajrashganman, lekin hech kim chinga qo'ymayapti. Ajrimga sabab ishonchsizlik bo'ldi. Senda bitta bor, sen yurasan deb ajrashdik. 2 yil bo'ldi, ajrashdik. Hozir kunda ham shu tema. Siz o'zingiz o'zgarmaguningizda o'sha narsa davom etaveradi. O'zingiz o'zgartirishingiz kerak. Boshqasi keladi ham xuddi shu muammo bo'ladi. Qisqasi, shuning uchun qarang, nima sababdan bu amaliyotlarni men sizga qilyapman? Aynan 40 kun mobaynida. Men misol uchun, ko'raychi deysiz-ku. Ishoning, 10 kun men sizga kuzataman. 10 kun ichida eplab bajarmasangiz, qilmasangiz, unda men sizga e'tibor bermayman u joyda. Bajarayotganlarga e'tibor beraman. Siz u yerda qolasiz, ko'rasiz, nima bo'layotganini qaraysiz-da. Lekin sizga alohida e'tibor bilan munosabatda bo'lmayman. Bu ham bu kurs emas bu. Aynan amaliyot, nemisida praktikum deydi, ya'ni qilib ko'rish jarayonida. Buni ochishimdan sabab, mana shunaqa insonlarning atrofimda ko'payib ketgani va juda ko'pligi va o'quvchilarim ichida hatto o'shanchasi. Nega ustoz o'zgarmayapti? Nega shuncha narsa oldim, shuncha bilim oldim?
mani kurslarim arzon emas, o'sha kurslarga pul topadi, o'sha qiladi, o'qiydi, lekin to'xtab turaveradi. Na u yoqda natija yo'q, na bu yoqda. Nega natija yo'q? Chunki u narsani hayotiga qo'llagani yo'q u insonlar. Qo'llash kerak u narsani. O'zgartirish kerak hayot. Shu sababli aynan olgan bilimingizni hayotga qo'llashingiz uchun mana shu 40 kun asosiy maqsadim nima? 40 kun men sizga har kun amaliyot beraman, har kun amaliyotda qatnashasiz, har kun amaliyotlarni qilasiz. Boshida salgina erkiroq balki unaqa qilishim mumkin, miya o'zgartirguncha aynan miyani o'zgartiradigan, ishonchlarni o'zgartiradigan qo'shimcha amaliyotlar beraman. Amaliyotlarda psixosomatik amaliyotlar bo'ladi. Tana bilan bajariladigan, tana his qiladigan, jismoniy holatda ko'rib, tana men buni qildim deydigan, his qiladigan energetik amaliyotlar bo'ladi. Bizning tanamizga ta'sir qiladigan unsurlar orqali, suv orqali, havo orqali, shamol orqali, ya'ni shunaqalar orqali ta'sir ko'rsatadigan amaliyotlar bo'ladi. Ya'ni tanaga u yaxshiroq ta'sir ko'rsatadi, chunki tananing asos qismlari shular bo'lganligi uchun. Va u yerda yana turli xil ko'rinishda amaliyotlar bo'ladi. Savol-javoblar, ya'ni regressiyaviy kovlashlar, xulq-atvor o'zgartirish bo'yicha xulq-atvor terapiyasidan-da gestalt terapiyasidan to'g'ridan shu vaqtni o'zida hal qilish bo'yicha ma'lum bir ma'noda negativ jarayon uchun miyani jazolash amaliyotlari bor. Ularni beraman men sizga. Ikkita miyani ishlatib, ya'ni boshqacha fikrlashga o'tkazish, ikki miya, o'ng miya yarimshar, chap miya yarimsharni bir vaqtda ishlatishga harakat qiladi, ya'ni qo'zg'atadi. Bu sizning ichingizdan siz boshqa variantingizni yaratish uchun shunaqa amaliyotlar beraman. Ya'ni kuniga men sizga bugun bergan amaliyotim kecha takrorlanmaydi. 40 kun mobaynida siz har kuni yangi amaliyot olasiz, har kun. Faqatgina qilishimiz mumkin bir kun dam olish kuni, u ham masalan yakshanba yoki shanba kuniga bir kuniga prosta men sizga meditatsiya beraman, tinchlanib olingizni, faqat o'sha kun dam olish. Aslida o'sha kunni ham dam olish qilmasligimiz kerak. Dam olish va pishi qilmasligimiz kerak. Aslida bu siz bilan joyli anaqada muloqotda, ya'ni o'sha aniq qilib guruhning ichida gaplashganimizda buni kelishib olamiz. Menga qolsa men sizga va pishi dam olish bermayman. Har kun amaliyot qildiraman. Ilk boshidagi bir hafta 3-4 kun maza qilib qilasiz. 5-kuni kelganda sekinlashib boshlaysiz, 6-7 kuni kelganda qochishni boshlaysiz, 8-9 kuni kelganda voydod deyish boshlaysiz, 10-kuni kelganda umuman yo'q bo'lib qolasiz, qaragingiz ham kelmaydi, yashirinib olasiz, men u yoqdan sizga qanisiz qilib yotaveraman. 11-12 kunga kelganda majburlaysiz, o'zingizni agar majburlasangiz, albatta yo bo'lmasam, ko'pchilik o'sha joydan keyin to'xtab qoladi, hech qaysin qilmaydi. Qiladiganlar o'sha men hech bo'lmasa mendan uyalganim uchun, har kuni so'raverganim uchun yoki boshqalar qilayotganiga bu qilyapti, men qila olmayman degani uchun yana ozgina davom ettiradi, oyoqni osmondan qilib bo'lsa ham qiladi-da 15-16 kunga kelganda oddiy narsa ekan-ku, ozgina vaqtim ketar ekan-ku deyishni boshlaydi, osonlashishni boshlaydi. 20-kunga kelganda anchagina yengil holatga keladi. 30-kuni kelganda odat tusiga kiradi. Buni qilib qo'yaman ertalabda, keyin bo'ylab boshqa ishlarimni qilaman. Tezgina kechqurun qilib olaman-da, keyin shu bilan uxlashga yotaman deydigan. 40-kunga kelganda miyada aynan mustahkam tarzda bu narsalarni bajarishga neyronlar tizimi, ya'ni programma yaratiladi. Hatto 41-kunga kelib siz shunday qo'yib qo'ysangiz ham miyangiz aytadi, qilmaymizmi amaliyotni deydi. Qani amaliyot? Xuddiki nimadir yo'qotib qo'ygandek his qilish boshlaysiz. Nimadir qilishim kerak hozir degandek his qiladi va tabiiy ravishda u narsani o'zingiz bajarasiz, ya'ni miya o'zi majburlagan holatda bajaradi. Lekin o'sha joygacha borib olishingiz kerak, o'sha holatgacha kelib olishingiz kerak. Eng qiyini shu. Muvaffaqiyatga erishuvchi insonlarni eng bitta bir donagina ularni boshqa muvaffaqiyatga erishmaydigan insonlardan alohida qiladigan xususiyati bor. Bu to'xtamaslik. Bu perfekt bo'lmasa ham, juda ideal bo'lmasa ham harakatdan to'xtamaslik. Chala qilib bo'lsa ham, boshqa qilib bo'lsa ham qilishga harakat qilaverish. Aniq qilishga harakat qilaverasiz va bir kun sizga butun miyangiz, butun tanangiz aynan yordamga kelish boshlaydi. Ilk boshda u sizni orqaga tortadi, yo'q kerak emas, chunki sen komfort zonadan chiqib ketyapsan. Keyin sekin, asta, bunga ko'p vaqt kerak emas, taxminan 21 kun, 30 kunda, 40 kun. U yog'iga sizga tana yordam beradi. Davay, bu narsani qilaylik deyishni boshlaydi va sizga tabiiy jarayon qoladi. Shuning uchun ham juda ko'p insonlar millioner bo'la olmaydi, shuning uchun ham juda ko'p insonlar muvaffaqiyatga erisha olmaydi, shuning uchun ham juda ko'p insonlar turgan joydan orqaga qaytib ketaveradi. Menda ba'zida o'ylayman-da, nimani qilishni xohlagan bo'lsam, o'sha narsani qilganligimga o'zimni tahlil qilaman-da, misol uchun. Nima sabab?
mana aytdim, men diplomatiyani kiraman. Farqi yo'q, nima bo'lsa bo'lsin. Da kuchli ishonchim bo'lgan, lekin yotib olib o'qiganman. Men albatta boshqalardan o'taman. Albatta boshqalar. Chunki men bilardim. Ular o'ynashga borishi mumkin, ular boshqa qilishi mumkin, ular o'qilishi mumkin, ular o'qilishi. O'sha paytda shunaqa o'ylardim-da. Ular har kuni qilmasligi mumkin menga o'xshab. Agar men har kuni qilsam, ulardan ko'ra kuchliroq bo'laman va albatta o'taman. Xuddi o'sha narsa diplomatiya universitetiga kirayotganda, o'zi 4-5 tagina byudjet bor. Men byudjet deb turib olganman. Byudjet yo'q, byudjet bilasiz. Ayniqsa bizlar universitetga kirayotgan vaqtimiz, judayam universitetga kirish masalalari bosh og'riq holatida. Hozir ozorlashtirib, o'yin kulgi qilib tashlab o'qishga kirish jarayoni. U yoqdan ligota, bu yoqdan sertifikat, u yoqdan baho 10 tasiga topshirasiz, kirsangiz kirdingiz, bu yoqqa kirib qolibsiz, bu yoqqa kirib qolibsiz. O'yinchoq bo'lib qoldi universitetga kirish. Bizning vaqtlarimizni bilasizmi qanaqa? Bizdan oldin undan ham qiyin edi. Suhbat bilan ham yozma, ham suhbat, ham test qilib o'tkazishardi. Ya'ni o'sha paytda 5 tagina butun respublikadan topshiriladigan, nafaqat butun respublikadan, butun O'rta Osiyodan, chunki O'rta Osiyoda yagona bizning diplomatlarni tayyorlab chiqaradigan universitet. Bizga kelardi Afg'onistondan, Qoraqalpog'istondan, Qirg'izistondan, Turkmanistondan, hamma joydan kelib o'qishardi. Va u yerda kontrakti eng baland bo'lgan o'sha paytda, eng zo'r universitet sifatida kontrakti. Hozir kontraktlarni bir xil qilib qo'ydi. Keyin biz o'qib bitirayotgan vaqtimizda kontraktlarni hammasini bir xil qilib qo'ydi. Kontrakti hammasidan baland bo'lgan, kirish eng qiyini bo'lgan, faqat o'sha millionerlarni faqat yuqorida bo'lganlar o'shancha kazo-kazolarni bolalari kira oladigan holat bo'lganda, men kiraman baribir. Shu o'shalar qanoq qilib oddiy insonlarda erishayotgan bo'lsa, men o'sha narsaga erishaman. Men qilaman. Nima qilganman uchun? Yotib olib o'qiganman, bo'ldi, всё. Ertadan kechgacha qimirlamasdan yotib olib o'qiganman. Ovqat yerdim, kitob o'qirdim, ozgina uxlab olardim, turardim, kitob o'qirdim, yana ovqat yerdim, yana mana shu bo'lgan xolos, men boshqa hech narsa qilmaganman yoki u yerda pul, bironta hech narsa ishlatmaganman. Mana shu narsani qilganman xolos. Va ishonasizmi? 6 tagina o'rin bo'lgan byudjetda. 6 tagina o'rindan 3-o'rinda men byudjetga kirmayman diplomatiya universitetiga. Va keyin aytganman, men chet elda o'qisam, albatta diplomatiya anaqada Germaniyada o'qiyman. Anaqada stipendiya yutib olib o'qiyman. Faqat poytaxtda o'qiyman derdim. Men xuddi o'sha joyga keldim. O'tgan nima qildim? Qilgan ishim faqatgina boshqalardan farqli bo'lishga harakat qilgan narsam, boshqalar qila olmaydi, har kuni o'qiy olmaydi, har kuni o'zini ustida ishlamaydi. Men buni qila olaman. Mana shu xolos. Siz kimgadir ko'rib havas qilib, voy men bu zo'rda, voy bu omadlida, voy bu baloda deb o'tirasiz-ku. Net. Aytadi-ku. Omad yo bo'lmasam qobiliyati 1%, 99% mehnat. Mehnat qilmaguningizgacha hech narsaga erishmaysiz. Hech narsaga, afsuski. Shuning uchun qilasiz mehnat. Mana shu joyda men sizga oddiygina bitta formulani tushuntirib ketaman. Har qanday muvaffaqiyatga erishish formulasini. Hozir ko'ryapti. Hozir qarang. Har qanday biror maqsad, biror yaratilishga bo'lgan xohish nima bo'lishidan qat'iy nazar birinchi nima holatda tug'iladi? Eng birinchi holatda fikr tug'iladi. Fikr F yozamiz, qarang. Birinchi fikr tug'iladi. Ko'ryaptimi sizga? Ko'ryapti. F. Birinchi fikr holati tug'iladi. Hammada eng avvalo fikr keladi. Men bunaqa bo'lsam, men bunaqa qilsam, voy men bu universitetga kirsam, men bunaqa bo'lmoqchiman. Kimdir o fikrni tug'ilishiga turtki bo'lishi mumkin, qaysidir vaziyat o fikrni tug'ilishiga turtki bo'lishi mumkin. Ish qilib fikr tug'iladi. Birinchi bo'lib keladigan miyada fikr. Fikrni ko'ra olmaymiz. Mana shu joyga e'tibor bering. Fikrni ko'ra olmaymiz. Fikr miyaga keladi. Fikr tug'ilishi bilan o fikrga qarshi nima paydo bo'ladi? His paydo bo'ladi. Plus deylik, his. Maktabda plus minuslar qilishib ko'rdik mana. Plus his. Sizga kelgan fikrga birdan his paydo bo'ladi. Birdan qo'rquv, yo'q, sen eplolmaysan bu narsani, sen qo'lingdan kelmaydi, yo'q. Yoki u fikrga, vau, qilsak biz zo'r bo'lib ketamiz, unaqa qilib ketamiz, qanday yaxshi motivatsiyada his. Har narsani yaralishi shunaqa. Telefonmi, mashinami, oddiy ruchkami, nima hayotingizda nima yaralgan bo'lsa, qo'lingizga ushlab turadigan har bir narsa, yaralgan narsa eng avvalo fikr. O'sha insonni fikrdan keyin fikr kelishi bilan his ikkalasi. Va mana shu his
eng ahamiyatli narsa. Chunki kimlardadir his qo'rquv bo'ladi. O'sha joyda fikrni shundoq qilib bosib o'ldirib qo'yadi. Qaytib bo'ldi, hech qanaqa harakat ham, boshqa ham hech nima bo'lmaydi, o'sha joyda qolib ketadi. Kimlardadir his vau degandek motivatsiya, tasavvurlar bo'ladi. Agar his pozitiv bo'lsa, bizda nima yuz beradi? Keyingi plyus yuz beradi. Yana bitta H. Bu nima degani? Yana bitta H. Bu harakat degani. Harakat. Hisdan keyin hissiy sizga ishonch bersa, hissiy sizga motivatsiya bersa, siz harakatga kirishasiz. O'sha narsani qilishga, narsalarni topishga, sharoitlar yaratishga, quradigan narsalarni qilishga, yasaydigan narsalar nima bo'lsa ham o'sha fikringiz, hissingiz pozitiv bo'ldimi, harakatga kirishasiz. Va keyin mana shu harakatingiz natijasida, qarang, fikr, his, harakat natijasida natija keladi jismoniy hayotda. N paydo bo'ladi. Natija, jismoniy hayotdagi natija. Mana bu narsa sizni qo'lingizga keladi. Buni yaralishda birinchi fikr kelgan, fikrga his kelgan, kimdir voy qilsam zo'r bo'ladi degan motivatsiya his qilgan, keyin harakat boshlangan, qilib ko'rish jarayoni, qilib ko'rgandan keyin natija paydo bo'lgan. Mana natija qo'lingizda. Bu bilan nimani men sizga tushuntirmoqchiman. Qarang. Hozir yana bitta narsani, balki siz umuman e'tibor bermagan bir narsani tushuntiraman. Mana bu fikr bizning miyamizda, biz uni ko'rmaymiz. Mana bu his bizning miyamizda, biz uni ko'rmaymiz. Mana shu ikkalasi, hozir mana loqdimda qilib chizib qo'yaman. Mana shu ikkita narsa bizani ko'rinmaydigan, biza tegina olmaydigan va yaratilishni asosi hisoblanadi. Fikr va his. Har bitta narsaning asosi birinchi fikr, keyin his va biz ikkalasini ham ko'rmaymiz. Biz yo'q narsadan, ko'rinmaydigan narsadan yaratamiz hamma narsani. Endi mana bu natija, qarang, barobardan keyingi natija, mana qo'limda turibdi deylik, mana natija qo'limda turibdi. Natija jismoniy hayotda. Natija mana ruchka, jismoniy hayotda. Natija mana telefon, jismoniy hayotda. Qo'lim bilan ushlasam bo'ladi, ko'rsam bo'ladi. Natija. Lekin bu natija bo'lishi uchun birinchi ko'rinmaydigan narsa kerak, fikr kerak, his kerak va qarang. Mana shu natija ikkitasi ko'rinmaydi-ku. Bu bizning energetik olam deb odatda biz aytamiz. Ko'rinmaydigan dunyo, bu ichki dunyo. Biz uni ushlab ko'ramiz, lekin bu asos, fikr va his bu asos. Natija bo'lishiga avval fikr, his keladi, ko'rinmaydigan va endi mana bu harakat. Harakat qarang, ko'rinmaydigan dunyodagi fikr va hisni natijaga aylantirib jismoniy hayotga o'tkazib beruvchi asosiy ko'prik. Mana harakatni endi men sizga mana bunday qilib chizaman. Mana fikr, hisni mana bu harakat natijaga, qo'limda ushlab turadigan narsaga o'tkazib beradi. Ko'prik bu, eng asos ko'prik harakat. Agar siz fikringiz bor, hissingiz bor, harakat qilmasangiz siz natijaga hayotda erishmaysiz. Hech qachon erishmaysiz. Pul bu natija, uning uchun fikringiz keladi pul topish bo'yicha, shunga his keladi va siz o'sha hisdan keyin harakat qilasiz. Mana bu joyda sizning mehnatingiz bor, harakatingiz. Chunki asos qonuniyatning sharti shu, harakat qilish natija bo'lish uchun. Va siz natija qilishingiz kerak. Mana shu joyda siz qolaverasiz har safar. Fikr keladi, his keladi, bilimlar. Ko'rinmaydigan olamda qolib ketyapti. Harakat yo'q. Shuning uchun ko'rinadigan olamda natijaga ega emassiz. Bilim olasiz, fikr paydo bo'ldi, his paydo bo'ldi, harakat qilmaysiz, hayotga qo'llab ko'rmaysiz, harakat yo'q va siz natijaga ega bo'lmaysiz. Chunki ko'rinmaydigan olamda yana qolib ketaveribdi. Mana shu joyini qilmaysiz. Juda ko'p inson, millioner bo'lmaydigan insonlar ham, bu hayotda nimagadir erishmaydigan insonlar ham, boshlab turib tashlab ketaveradigan insonlarni eng katta kamchiligi mana shu joyda. Shuning uchun ba'zi inson aytadiki, "Mani bir dunyo konkurentim yo'q." Yo'q, siz hech qanday konkurentingiz yo'q. Ishonasizmi, siz har kun harakat qilsangiz? Chunki siz bilan birga boshlagan o'sha marafonda ham birga boshlagan, agar 50 kilometr yuguradigan bo'lsa, birga boshlagan minglab insonlardan bilasizmi, nechtasi yetib boradi finishga? Juda kamchiligi. Tinmasdan harakat qilganigina yetib boradi. Siz misol uchun agar o'zingiz oldingizga maqsad qo'ysangiz, "Men ertaga millioner bo'laman." Siz oldingizdagi 20 ta odam, "Men ham millioner bo'laman" deb. O'sha 20 taning ichidan bittasi yoki chiqadi yoki chiqmaydi. Chunki nega? Oxirigacha bormaydi. Oxirigacha harakat qilmaydi.
amalda qo'llamaydi. Mana bu ko'prikni qilmaydi. Fikri bor-da, millioner bo'lish, hissi bor, davay millioner bo'lsak hammasi zo'r bo'ladi, u bo'lib ketamiz, bu bo'lib ketamiz. Lekin harakatchi, afsuski yo'q. Shuning uchun natija nol. Natija yo'q. Hammangiz mana shu nuqtada deyarli natijaga erishmaganlar qotib qolaverasiz. Shu sababli o'zgarmaydi hech narsangiz. O'zgarayotgan insonda demak harakat bosqichini juda zo'r amalga oshirgan bo'ladi. Mana shu 40 kunlik qarang, ayollik praktikumdan nima? Ayollar muammolari bilan, ayollarning qo'rquv bilan, o'ziga ishonchsizlik hislari bilan, er-xotin munosabatlari bilan, mana rashk, nima deydi? Yana mana bu xiyonat masalalari bilan, qaynona kelin munosabatlari bilan to'liq mana shu guruhga qo'shiladi. Shu narsa juda kam ayol yozildi. Men aytdim, "Молодец, qo'y, demak bizda muammosi ayollarning muammosi yo'q, pul muammosi borlar ko'p ekan. Pulga o'shancha odam yozildi, lekin ayollar 20-kundan. Qachon bugun? Bugun 8 kundan beri 2 kundan keyin ayollar muammosi bo'yicha boshlaymiz, lekin ayollarimiz yo'q. Demak, hamma ayollarimiz baxtli, hamma ayollarimiz hayotidan qoniqadi. Qanday yaxshi, zo'r. Bundan juda ham xursandman. Ayollarimiz juda ham kam. Lekin u guruhda biz aynan guruhdagi ayollarning muammosini tahlil qilib, o'shalarning vaziyatlari bilan ishlaymiz, faqat amaliyotlar bilan, amaliyot qilish bilan. 30-da pul holati, ya'ni aynan moliyaviy rivojlanish bo'yicha ishlaymiz. U yerda men sizga aytaman, yangi, juda ham qimmat yangi texnika sotib oldim dedim. Uni ham o'sha joyda foydalanaman. Ayollar anaqasida ham foydalanaman. Uni aynan o'shanga ishlatib, lekin qaysi texnikaligini bilmaysiz siz. Bu juda qimmat texnika sotib olganman, ko'rasiz. Chunki ya'ni juda ham ko'p amaliyotlar beraman. Shularning ichida men undan ham foydalanaman, sizga yaxshiroq natija bo'lishi uchun. Lekin kim natijaga yana erishadi? Kimki amaliyotlarni bajargan va mana shu komfort hududini yorib chiqa olgan inson. Komfort hududidan chiqib, yana komfortga kirish uchun albatta komfortsizlikni yashashingiz kerak. Sharti, hayot sharti shunaqa. Shuning uchun ba'zida men aytaman, menga hozir unkomfortmi, mazza qilmayapmanmi, qiynalyapmanmi? Demak, men komfort hududimdan chiqyapman deb hisoblayman. Hisoblang siz ham shunaqa deb boshqa tomondan biroz qarab ko'ring. Hozir qiynalyapsizmi? O'zingiz ishlayotganingizda, yugurayotganingizda, kitob o'qiyotganingizda, mashq qilayotganingizda, boshqa qilayotganingizda qiynalyapsizmi? Tana yo'q deb turib olyaptimi? Siz o'shanda ayting. Demak, men komfort hududimdan chiqdim. Hozir unkomfort, ya'ni komfort bo'lmagan zonaga o'tdim va bu hudud menga ertaga komfort bo'ladi. Yes, deya olishingiz kerak o'zingizga. Shuning uchun aynan bu praktikum pul bilan bog'lig'i ham, ayollar bilan bog'lig'i ham 40 kun. Har kuni siz miyangizni, quloq miyangizni yeb, har kuni men sizga amaliyotlar berib, har kuni men sizdan qani bajardingizmi deb, o'shuni menga bajardim deb tashib, keyin u yerdagi ko'tarish jarayonlarini guruhda tahlil qilib, gapirib, har kuni mendan savollaringizga javob olish uchun qurilyapti. Aynan amaliyot uchun qurilyapti. Agar amaliyot qilolmayman, menga kerakmas natija deydiganlar, kirmang, meni ham vaqtim olmang, o'zingizni vaqtingizni, o'zingizni pulingizni bekorga sarflamang, qilmang. Nechta inson kelsa, men o'shancha inson bilan ishlayman. Hali ertaga men sizga aytdim-ku, hali nega buni siz yaqinda bilasiz, nima sababdan men sizga yaqinda meni topa olmay qolasiz deb men qayta men sizga aytyapman. Bu yerda meni yillar mobaynida biladiganlar juda yaxshi biladi. Men hech narsani prosta tak gapirmayman, shunchaki gapirmayman. Chunki men har bitta qiladigan narsamni, har bitta planimni, qayerga qarab ketayotganimni juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman va har bitta aytgan gapimni, so'zimni ustidan chiqishimni ham bu yerdagilar yaxshi bilishadi. Shuning uchun, ya'ni meni taniydigan insonlar juda yaxshi bilishadi. Men sizga ertaga meni qidirib ham topa olmaysiz deganimda, men sizga har kuni o'tirib bunaqa qilib dars, bunaqa qilib amaliyot, bunaqa qilib nimalardir o'rganish holatida men bo'lmayman. Men umuman boshqa darajada bo'laman. Va men o'sha joyga yetib keldim o'zi aslida. Faqatgina ba'zi natijalarni ozroq ko'rinadigan holati bor. Shularni ko'rasiz, ya'ni nima haqida gapirganimni. Shuning uchun qarang. Men o'zimda test qilib ko'rgan, o'zimda qilib ko'rgan narsamni sizga beraman. Har safar. Hali kuni esladimda, bitta nuqtada men umuman dars o'tishni xohlamay qolgandim, shu 2 yil oldin. Hatto seans qilishni ham, dars o'tishni ham xohlamasdan shunday yotib olganmanda, oylarcha hech narsa qilishni kasalman deb yotganman. O'sha paytda men aynan pul moliyaviy masalalar bo'yicha anaqaga kirib ketganim ilk edi. Ya'ni qarzga kirib ketganman.
ilk hayotimda birinchi marta kredit olganman-da, o'sha 2024-yilda. Oy, вот energiyasi bilan tanib bo'lib ketdim. 2024-yilda edi. Ya'ni ilk shunaqa holatlar yuz berganda, men o'shanda umuman qanaqa insonlar bor-a? Men o'sha tushunmayman shunaqa odamlarga. Okay. Xo'p, ya'ni nima deyotgandim sizga? Aynan shunday. Shuning uchun siz bu praktikumlarning asosiy maqsadi siz bilan birgalikda 40 kun davomida amaliyot qilish va u amaliyotlardan sizga kerakli bo'lgan natijani erishish. Agar men sizga aytganimdek qilib ularni bajaradigan bo'lsangiz, ishoning 100% bu siz natijaga erishasiz. 100%lik holatda natijaga erishasiz, chunki natijaga erishtirgan amaliyotlar hammasi. Men o'zim ulardan natijaga erishganman. Shu paytgacha har bitta jarayonimda aynan ana shular yordam bergan menga va sizga ham yordam beradi. Ba'zilari juda oddiy ko'rinadi, lekin haqiqatan juda zo'r holatda sizga hayotingizni o'zgartiradigan holatda yordam bera oladi. Ba'zilari balki qiyin, murakkabroq tuyulishi mumkin, lekin unisi ham bunisi ham baribir sizga yordam beradi. Xo'p, savolinglar bormi? Menga bermoqchi bo'lgan savolinglar bo'lsa, savolinglarni olaman. Kimda qanday savol bor? Ko'pchilikning savoli yo'q. Va alaykum assalom. Ustoz, darsdan tashqari savol bersam bo'ladimi? Ishlar bo'yicha bitta savolim bor edi. Hozir unda ozroq kutib turing. Men aynan mana bu marafon haqida savollar bo'lishsa olib, odamlarni keyin ya'ni umumiy mavzu, boshqa mavzularda savollarni qilaman, maylimi? Xo'p. Kimda aynan bu amaliyotlar bo'yicha savol bor? Bering savolingizni, yozing. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. Charchamadingizmi? Ustoz, ayollik degan kursingizni aytdingiz-ku, o'shaning to'g'risida ma'lumot bering. Narxi qancha, necha kun bo'lar, shuni aytib oling. 40 kun, aytaman-ku. Pul bo'yicha ham 40 kun, ayolligi ham 40 kun, 40 kunlik amaliyot, 40 kun mobaynida amaliyot qilish. Faqatgina ayollik bilan bog'liq, ayollik muammolari bilan ishlash kursimiz, praktikumimiz 20-da boshlanadi. 2 kundan keyin pul bilan, ya'ni moliyaviy rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan praktikumimiz, amaliyotlarimiz 30-iyulda boshlanadi. Ya'ni 10 kundan keyin boshlanadi. Siz unisiga ham, bunisiga ham qo'shilishingiz mumkin, xohlasangiz, ya'ni unisida ham, bunisida ham ishlasangiz bo'ladi o'zi aslida. Ayollikda nimalarni qilamiz? Ayollikda keyin qancha inson qatnashgan bo'lsa, u yerda faqat ayollar qabul qilinadi. O'z-o'zidan ayollik muammolari bilan ishlaymiz-da u yerda. Ya'ni erkaklashib ketgan ayollar, ayolligini qabul qila olmaslik yoki erkaklar bilan munosabat, umumiy holat, ayollik erkaklik energiyasi, rashk holatlari, xiyonat holatlari, o'zini qabul qila olmaslik yoki o'zini arziydigan deb hisoblamaslik, o'zini qadrini bilmaslik. Umuman o'sha guruhdagi, men общий hozir ayollik muammolarini gapirmayman, aynan o'sha guruhga nechta ayol yig'ilgan bo'lsa, o'shalarning umuman muammolari qanday bo'lsa, shular haqida gaplashamiz. Shu muammolarga mos holatda sizga amaliyotlar beriladi va shu amaliyotlar ya'ni 40 kun mobaynida har kuni, ya'ni aytganimdek har kuni amaliyot olasiz, uni o'sha kuni bajarishingiz kerak. Chunki o'sha kungi kun ahamiyatga olinadi numerologik asosda, qaysi kun, qaysi sana. O'sha kungi oy xususiyat energiyasi qanaqaga ahamiyatga olinadi-da, masalan, oy qaysi unaqada oy, ya'ni hozir ko'tarilayotgan oymi, hozir tushayotgan oymi, oy energiyasi qanday holatda turibdi-da. Va umumiy tana energiyasiga qaraladi. U yerda masalan unsurlar bilan ishlaymizda. Siz bilan tanaga yaxshiroq ta'sir ko'rsatish uchun shu
suv, tuproq, olovda unsurlari holatida va undan tashqari to'liq psixologik yozma amaliyotlar beriladi, psixosomatik, jismoniy amaliyotlar beriladi, turli xil amaliyotlar beriladi. Kun mobaynida o'sha kunga berilgan amaliyotni siz o'sha kuni qilishingiz kerak. Chunki mavzu qo'yilib, mavzu tanlanib, o'sha insonlar bilan qaysi mavzular bo'lsa, asta-sekinlik bilan o'sha mavzularni rivojlantirib borish orqali amaliyotlar berilaveradi. Agar bugungi mavzular amaliyotlarni qilmasangiz, qila olmasangiz, bu amaliyot o'sha qoladi. Siz o'sha ertangi kunligini qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har kuni qilmaganingiz o'sha kuni qolib ketaveradi, siz yana ertangi kunni qilishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa holatda har haftada biz aniq qilamiz, gaplashamiz yana. Nima bo'ldi, qanday bo'ldi, kimda qanday ko'tarilish, qanday holat, nima amaliyotlardagi qiyin holatlar, vaziyatlar yoki bajarish boshlaganda tanada, hayotda qaysi o'zgarishlar holati bo'ldi deb ularni gaplashamiz, muhokama qilamiz, kerak bo'lsa gipnoz seanslar qilamiz umumiy holatda. Undan keyin yana shu tahlil qilganimizdan keyin yana amaliyotlar bilan ishlab ketaveramiz. Amaliyotlarni olganingizdan keyin audiolar olasiz qo'shimcha tarzda, ularni tushuntirgan, qanday qilinish kerakligi bo'ladigan va u yerda har kuni bajargan amaliyotingizni bajardim deb yozib topshirishingiz kerak bo'ladi. Birin-ketin bajarmagan, masalan, ancha ko'p bajarmagan insonlar e'tibordan uzoqroqda qoldiriladi-da, ya'ni siz muammongiz. Boshqa holda men odatda siz yozganlaringizni o'qib, ko'rib, chiqib yana sizga xos bo'lgan amaliyotlarni beraman. Ba'zan alohida ham siz mana buni ham ishlab keting deb alohida ham amaliyotlar berishim mumkin. Ya'ni mana shunday holatda individual tarzda guruhdagi insonlar bilan faqatgina individual tarzda ishlaymiz. O'sha ayollik muammolari bilan pulda bo'lsa, ozroq u yerda darslar ham qo'shganman men hozir. Darslar bilan ham ozroq ma'lumotlar ham beraman. U yerda yangi o'rgangan ma'lumotlarimiz shunday holatda ishlaymiz. Shunaqa narxlariga keladigan bo'lsak, aynan ayollik bilan ishlashni narxini 40 kunlik har kun amaliyotlar bilan $250 qildim men. Unaqa $1000, $2000 baho qo'yganim yo'q. 40 kun men siz bilan ishlayman. Va 7 ta insonga $100 qilib chegirma qildim. 7 ta inson $100 ga yozilishi mumkin. Menimcha ayollikning 7 tasi to'lmadi, lekin pul chegirmamizga to'lib bo'ldi. Pul bilan ishlash, ya'ni pul rivojlanish, moliyaviy rivojlanish amaliyotlar guruhimizda narxini $300 qilganman. O'zini narxini shu 40 kunlik ishlash jarayonini va ularda ham 7 kishiga $150 qilib chegirma berganman. Ya'ni ikkalasida ham 50% masonisida salani qarab, 50% dan ham ko'proq ekan birinchisida, ikkinchisida 50% qilib chegirma berganman va afsus pul anaqamizda o'sha chegirma to'lib bo'ldi. 7 ta odam to'ldi, o'sha chegirmamiz qolmadi. Hatto men bugun o'ylab ko'rdim, bugun faqatgina jonli efirga qatnashganlar uchun yana o'sha chegirmani mayli qilib berishim mumkin degandik, lekin hozir qilmaymi deb o'ylab qoldim, ko'ramiz bu narsani. Ya'ni shunaqa. Shuning uchun hozir agar bugun qo'shiladigan bo'lsangiz, ayollikka $100 bilan bemalol qo'shilishingiz mumkin va siz bilan ishlashni boshlaymiz va amaliyotlar qilamiz, birgalashib vaziyatlaringiz bilan ishlaymiz, seanslar qilamiz. 40 kun agar bu yerda nima degani? 40 kun siz miyangizni o'zingiz uchun, o'zingizni hayotingiz o'zgarishi uchun, siz aynan inson sifatida o'zingizga foydali holatda ishlashga majburlashda bu 40 kun. Agar buni qila olsangiz, keyingi o'sha 40 kundan keyin bu sizga tabiiy holatga o'zgaradi. U yog'iga sizga ishlash jarayoningiz tabiiy holatga, ya'ni qiyinchiliklarsiz amalga oshadi. Qiyinchiliklarsiz siz amaliyotlarni bajarasiz. Keyin o'zingizga ajratib olasiz bitta, ikkita amaliyotlarni va har kuni uni bajarib yurasiz natijasiga qarab. Keyin sizga yoqadigan amaliyotlarni har safar qila oladigan holatga kelasiz. Buning uchun avval miyaga ko'rsatishingiz kerak. Ha, bu narsani biz qila olamiz va bu narsa bizga kerak degan holatda miyangizga buni ko'rsata olishingiz kerak. Shuning uchun bu intensiv juda ham muhim. Buni bunaqa holatda tuzganligim, men intensiv olib boraman dedim. Intensiv qarang, 5 kunlik xuddi shunaqa qilib har kun amaliyotlar berib, har kun gipnoz seans qilib o'tkazadigan 5 kunlik mani intensivim narxi $2000 dan qimmat turadi. $2000 dan orangizda intensiv olganlar bor. $2000 dan. Men bu yerga sizga $100, $150 bilan men sizga 40 kun davay ishlaylik, men sizga yordam beray deyapman. Siz nima qilasiz? $100 bilasizmi, ko'chaga chiqasangiz O'zbekistonda bir marta restoranga kirasiz yoki 2 marta kirasiz, shu bilan shu yo'q, va ketdi o'sha pulingiz yo'q bo'ladi-da. Qayer nima beradi hozir o'sha pulingizga? Yo'q qilib borasiz yoki bitta ko'ylak olasiz yoki boshqa qilasizda.
o'sha pulni yo'q qilasizda. Bordir oralaringizda $100 uchun ancha vaqt ishlaydigan, $200 uchun ancha vaqt ishlaydigan holatlar. Lekin men misol uchun meni o'quvchilarim ichida ham, boshqada ham uni qiynalganlari deyarli yo'q. Ya'ni bitta ikkita kam pul topib chiqadiganlar chiqib qolmasa, qolgan hammasida juda yaxshi puli ham bor, normalniy topadi ham. Chunki ular $1000 kurslarda ham o'qigan, kamida $500 kurslarda o'qiydi. Deyarli hamma kurslarimni o'qib chiqishgan misol uchun-da. Ya'ni meni $100 ga qiynalishadi deb, misol uchun qiynalasiz deb yurdigilar juda ko'pchiligini. O'ylamayman, u qaytaga o'sha pulni keraksiz joylarga ham sarflab yuborasiz. O'zingizni hayotingizni o'zgartirish uchun, shuncha bilim olishga ham sarfladingiz. O'zingiz hayotingizni o'zgartirish uchun ham sarflang. Miyangizni majburlash uchun ham sarflang. Bu sizga ertaga balki eng to'g'ri qilgan qarorlaringizdan bittasi bo'lishi mumkin. Men qilishim mumkin edi. Men 10 tagina odam olamanda, bu aniq 40 kun ishlaganim uchun $2000 yoki $1500 deyishim mumkin. Chunki xuddi intensivda bergandek men sizga har kun muammoingizni tahlil qilishim kerak, har kun siz muammoingizga mos holatda bo'lgan amaliyotlar tayyorlashim kerak, har kuni men uni nazorat qilishim kerak, men har kuni har bitta sizni savolingizni tashigan narsalaringizni o'qib chiqishim kerak. Ya'ni u yerda men o'shancha energiyam mavjud ketadi-da. Lekin mayli dedim, bu safar bu yog'iga darslarim, boshqalarim kamaytirib, seanslarim yaqinda yana ham kamroq anaqaga meni topolmaydigan holatga kelaman ancha hozir bo'laga. Mana shu narsani ham o'rgatib ketay dedim. Shuning uchun bu ichimdan bu narsa keldi. Shu sababli kiring, birgalashib ishlaymiz, birgalashib amaliyotlar qilamiz. Ya'ni afsuslanmaysiz, ishoning afsuslanmaysiz. O'zingiz uchun mehnat qilishdan afsuslanmaysiz. Bilim olishda shuncha payt bilim eng kerakli narsa. Men bir nuqtada bu shuncha pulimni, hamma topgan pullarimni bilim olishga sarflabman deb o'ylanib qolgandim. Lekin oxirgi borgan yo'q, keyin aytdim, yo'q, to'g'ri qilyapman. Chunki faqat bilim meni shu darajaga keltiryapti. Bilim meni shu hislarga olib kelyapti. Aynan bilim orqali meni hayotim o'zgaryapti deb qabul qilib bu jarayondaman. Demak, shunday yashayman degan qarorga keldim. Lekin kecha o'sha yaqinda borgan anaqamda, aynan millionerlik ongi bo'yicha, aynan millioner, multimillioner bo'lgan insonlarni pullarni boshqarish holatida o'rgangan narsalarimni ko'ra, shuning millionlab, milliardlab puli bor insonlar o'sha summa sof foydasini 10% kamida bilim olishga ajratar ekan va o'shani albatta bilim olishga sarflaydi. Boshqa narsaga, kitoblarga, kurslarga, individual coachlarga, ongni rivojlanishiga, shu bilim olishga sarflar ekan. U endi $1,000,000 pulingiz bor. 10% $100,000 bo'ladi-da. Prosta $1,000,000 bo'ladi. Ularning 100 millionlab puli bo'lsa-da, 100 millionni 10% qancha bo'ladi? 100 millionning 10%, 10 million. 10 millionni bilim olishga sarflash mumkin. O'sha narsani men endi o'ylab etdim. Demak, nega boyib ketaveradi, nega kambag'al yana battar o'sha holatga tushib ketadi? Chunki kambag'al pulini, kambag'al energiyasini, yana ham negativ vaziyatlar bo'lish uchun, hozir biror narsaga erishish uchun, hozir borib qimmat mashina sotib olib, hozir borib magazinda biror narsa olib yeb olib, hozirgi his uchun sarflaydi. Millioner o'shancha pulni yana ham o'sish uchun, yana ham kattaroq darajaga chiqish uchun kurslarga sarflaydi. Hattoki menga o'sha joyda men o'zim $30,000 kursni o'sha joyda sotib oldim. Men aytdim, demak, shunaqa kurslar narxini men istoriyada sizga ko'rsatdim, 250,000, 40,000, 30,000, yana u chegirmada kursda. O'zi 60 qanchadir pulda, bizga 40, ya'ni bizga $30,000 pul chegirmaga unaqa berdi. O'sha kurslarni bir nechta kurs ichida men o'sha kursni oldim. Xudo xohlasa hammasini sekin bitta o'qib chiqaman-da. Ya'ni demoqchi bo'lganim, o'ylayapti-da, agar o'rganadigan bo'lsang, haqiqatan bilimni biladigan mutaxassis o'rgan va sifatli bilim olyapti va qimmat bilim olyapti-da. Ya'ni bizning endi O'zbekiston holati, territoriyamizda qimmat bilim yaxshi bilim degani emas bizning territoriyamizda. Lekin ba'zi hududlarda, dunyoning ba'zi joylarida qimmat bilim yaxshi bilim degani bo'ladi haqiqatan. Lekin bizning hududimizda afsuski unday emas. Ya'ni yaxshi mutaxassislardan, o'zini o'sha yo'nalishni yaxshi o'rgangan insonlardan bilim ol. Ya'ni bilimga sarflagan puling uchun afsuslanma. Va albatta har bir kiradigan. Men moliyaviy rivojlanishda bu narsani o'rgataman. Pulni bo'lishda, ularni anaqa qilish, ulardan foydalanish va majburlaymiz 40 kun mobaynida aynan bu narsani qilishingizga.
10%ni ajratib, 10%ni albatta bilimga, boshqa hech narsaga sarflamasang, yoki kitobga, yoki kursga, yoki anaqaga sarflasang. Shu yerdan men ko'rdim, aytdim. Men aynan o'shanday holatda avvaldan bu narsani qilgandim. Avvaldan borini sarflamasligim kerak edi o'zi aslida, lekin bilimga sarflab to'g'ri qilgan ekanman. Chunki men o'zimni o'stirganman, chunki ongimni o'stirganman. Buning uchun endi afsus qilmayman umuman hech qanday holatda va bu yog'iga bilamanki, millioner emas, milliarder holatga kelsam ham men bilim olishdan, eng qimmat kurslarni sotib olib, bilim olib, eng yaxshi mutaxassislarda o'qishdan hech qachon to'xtamayman degan qarorga keldim, yana ham kuchliroq. Shuning uchun sizga maslahatim, to'xtayman deb umid qilmang. Ya'ni bo'ldi, shuncha o'qidim, o'qimayman. O'qishda davom etasiz, lekin o'qidingizmi, o'qishingiz va o'zingiz hayotingizda qo'llashingiz ham kerak. Mana shu narsa muhim. O'rganganingizni hayotingizda qo'llamasangiz, unda o'qimay turganingiz ancha sizga foydaliroq bo'ladi. Avval o'rganganlaringizni hayotingizga qo'llang yaxshi. Xo'p, bormi yana boshqa savollaringiz? Ovoz eshitilmayapti. Menimcha boshqalarga ovoz eshitilyapti. Kimda qanday savol bor? Va alaykum assalom. Darslaringizni eshitganimdan juda ham xursandman. Rahmat berayotgan bilimlaringiz uchun. Siz tashakkurlar aytaman. Juda ham bebaho bilimlar olganingizga rosa men ham havas qildim. Juda qachon chiqadi ekan shunaqa bilim, shu psixologiyaga rosa ham o'qigim keladi. Lekin unaqa qanaqadir pul kelyapti, haligi barakasi yo'qda. O'zim ham deb ko'chaga chiqib kelsam, nimaga ishlatganiga hayron qolyapman. Shu qanaqadir ko'p ishlatyapmanmi yo qanaqadir barakasi hozircha yo'qmi? Plan yo'q. Rejasiz ishlatish hammasi. Men ham xuddi o'shanda dedim. Umuman pulni vazifasi yo'q. Sizda mana pul keladi va pul ketadi. Pul kelgandan keyin pulni olib, mana bu pul, mana bu vazifani bajarish uchun bu qism, bu vazifani bajarish uchun bu qism, bu vazifani bajarish uchun deb pulni boshqarib, unga siz vazifa bo'lib bermaysiz. Pul shunday keladi, hammasi ketish kerak bo'lgan joyga ketaveradi. Qayerga? Bitta joyga qarab ketadi. Va pulingiz qo'lingizda hech qanday holatda qolmaydi-da. Ya'ni bu imminni bizda ma'lum bir ma'noda kambag'allik ongi hisoblanadi. Chunki biz shunaqa yashaymiz. Keladi, ketkazamiz, keladi, ketkazamiz. Ba'zilar biz hech narsaga ishlatmaydigan insonlar bor-da. Ya'ni aynan psixologiyada pul arxetipi bor. Ya'ni 4 xil arxetip belgilanadi. Men uni ham aynan pul anaqasida tushuntiraman. Qanaqa arxetiplar ular haqida ko'proq ma'lumot beribdi. Bir turdagi insonlar pul bilan munosabatda, ya'ni sochuvchi insonlar, sarflovchi. Pul keladi, shunda ketadi, bo'ldi, shu sarflaveradi, oxirigacha hech narsa qolmaydi. Ya'ni keladi, shunda sarflaveradi. U insonlar qo'lim ochiq deb hisoblaydi. U insonlar hozir uchun yashashim kerak deb hisoblaydi. U insonlar yashab qolishim kerak deydi. Xohladim, nega qilmaslik, maza qilishim kerak deb hisoblashadi. U insonlar boshqalarga yordam berishim kerak, bu asosiysi deb o'ylashadi. Ya'ni shunaqa hayotdan kayf olishim kerak deb hisoblashadi u insonlar. Ya'ni hech qachon o insonlarni pulda pullanmaydi. Bu bir turdagi arxetip. Keyingi turdagi arxetipdagi insonlar, ya'ni saqlab qoluvchilar pulni. Ular ushlab qoladi, ushlab turadi, hech narsaga berish xohlamaydi, hech qayoqqa sarflash xohlamaydi. To'playdi. Lekin har bitta arxetipning yaxshi yomon tomoni bor-da. Ularning yaxshi tomoni nima? Ularda pul bo'ladi, lekin yomon tomoni nima? Pullardan mazza qilishga, hayotga, yashashga foydalanmaydi. O'shaning uchun borliq ulardan boshqa og'riqli narsalarga, boshqa muammoli narsalarga pullarni qo'lidan tortib oladi. Kasalliklarga tortib oladi, og'ir vaziyatlarga tortib oladi, farzandlarining nimadirlariga tortib oladi. Ularni qo'lidan tortib oladi. Chunki ular o'sha pulga bilim olishga sarflanadi, o'sha pulga mazza qilishga sarflanadi. U tomoni yo'q. Birinchidagilar bo'lsa, me'yordan oshirib boradi bu narsaga, saqlash holati yo'q-da. Yana boshqa turdagi bor, pulni rad qiluvchilar bor. Ya'ni pul yomon narsa, pul kerak emas, pul bizani dindan uzoqlashadi, pulni xudodan uzoqlashtiradi degan tipdagilar bor. Ular imkon qadar pulni negativ his bilan olishadi, negativ his bilan sarflashadi. Ya'ni doimiy nafrat ma'lum bir ma'noda negativ holatda puldan uzoqda turishga harakat qilishadi. Yana bir tipdagilar bor, ular uchun vobshe pul kerak emas. Qarori shunaqa, bizga umuman pul kerak. Pulsiz ham yashasak bo'ladi degan qaror qiluvchidagi insonlar bo'ladi. Ularni shu anaqalar deb aytishadi, monklarda. Ya'ni 4-tipdagilar. Mana shunaqa psixologik holatda, aynan pul bilan munosabatda insonning psixotiplari bor pul holatida.
har bitta psixotipni o'ziga yarasha plyus va o'ziga yarasha minus tomoni bor. Eng keng tarqalgan psixotiplar o'sha aytgan sarflovchilar va tutib turuvchilar psixotipidagi. Agar mana siz hozir aytganingiz, siz shundoq ham sarflovchi insonsiz. Keladi, ketadi, keladi, ketadi. Sizda hech qachon saqlamaysiz. Mana unga pulam kelmayapti, mana kelmasdi. Mana oldin umuman pul o'zimni xohislarimga ham ishlatmayman. Katta eshikda qaynota-qaynab bilan o'tirganman, chidab yashaganman. Keyin og'rib kasal bo'lib ketdim. Endi hozir pul kelyapti. Hali mazza qilib, hali oldingi ishlatmagan kunlarim shular ishlatgim kelyapti. Pul psixologik holat, именно o'sha narsada. Endi o'sha to'plash niyatim bor, ham o'qib, ham yaxshi sharoitda serobkir hayotda yashashni xohlayapman endi. Shuni to'g'ri to'plashni bilish kerak aynan. Oldin pul ko'p kelsa, yaxshi hayotda yashashga loyiq emasman deb yashaganman-da, yillar, masalan, 40 ga kirdim. Shu eng 2 yildan beri rostmana psixologiyani o'qib o'rganyapman. Undan oldin hali pullab ishlatishdan qo'rqib, o'zimdan ham og'rinib ishlatardim. Umuman o'zimga bermasdim. Bolalarimga, turmush o'rtog'imga beraverardim, lekin o'zimga umuman og'rinib bir hafta ichim og'rirdi o'zimga ishlatdim. Demak, u holatdan siz bu holatga ko'chgansiz va endi o'sha ichingizdagi bu bo'shliqni to'ldirish uchun puldan foydalanyapsiz. Bu ham ma'lum bir ma'noda psixologik holat hisoblanadi. Buni hal qilish kerak. Ya'ni mana shu narsalarni men sizga o'rgataman u yerda, qanaqa qilib buni hal qilsak bo'ladi. Chunki odatda masalan, o'sha sarflovchilar ham ichidagi nimanidir bo'shliqni to'ldirish uchun sarflashadi. Yoki bolalikdagi ola olmaganini, yoki mehr sifatida ola olmaganini, yo bo'lmasam ota-onasi o'sha bermagan holatini yoki nimagadir bo'lgan jahlini o'sha pulni sarflash orqali chiqaradi. Ya'ni ichidagi qaysidir emotsiyani aynan pul orqali, pulni sarflash orqali hal qilishga harakat qiladi. Endi bu yerda ham har birining tagida psixologik asos bor o'zi aslida va mana shu asoslarni topib hal qilish kerak bo'ladi inson. Undan keyin munosabat o'zgaradi. Ya'ni qarang, qachon mana millionerlar kimlar? Millionerlar pulni to'g'ri boshqaruvni biluvchilar. Kambag'allar kimlar? Pul ularni boshqaruvchi insonlar. Kambag'allarda pul ularni boshqaradi, chunki pul uchun ishlaydi, pul uchun mehnat qiladi, pul uchun yashaydi. Ya'ni ular pulni quli, ya'ni ular pul uchun hamma narsani qilishadi. Qulida, ya'ni mehnat unga qiladi. Pul ulushi uchun ularni boshqaradi. Pul bo'lmasa ishlamaydi, pul aniq qilinmasa, ya'ni har bitta qarorini pul uchun qiladi ma'lum bir ma'noda. Birorta biznes qilmoqchi bo'lsa ham, boshqa qilmoqchi bo'lsa ham, biror qaror qilmoqchi bo'lsa ham, narsa sotmoqchi bo'lsa ham, sotmoqchi bo'lsa ham, nima bo'lsa hammasiga pul ahamiyatli holatga keltiradi. Boylarda, millionerlarda qanday holatda bo'ladi? Aynan men millionerlar haqida gapiraman. Hozirgi kunda ishlayotgan ularda pul bu yerdagi va ular boshqaradigan narsa pul. Pul keladi va har birini boshqa bir vazifa beradi. Sen buni qilasan, sen ko'payasan, menga pul olib kelasan, sen bu bilim uchun kerak bo'lasan, sen meni uzoq muddatda oladigan mashina, uy, sayohat narsalarim uchun kerak bo'lasan, sen men odamlarga aniq ehson qilishim uchun, yordam berishim uchun kerak bo'lasan deb har bitta o'sha kelgan pulni vazifalar bo'lib beradi. Ya'ni boshqaruvchi o'zlari qilib ko'rsatadi. Bu yerda pul boshqaruvchi emas. Aytadi, men seni puling emasman, sen, ya'ni menga xizmat qiluvchisan degan holatga o'tkazadi. Qachonki mana shu pozitsiyani o'rganib, mana shu pozitsiyada o'zingizni pullarni boshqarishga, pullarga vazifa bo'lib berish holatiga o'tsangizgina, u pullar sizda qoladi va sizga siz xohlagandek yordam beradi. Chunki u energiya va u energiya boshqaradigan insonlarni sevadi. Uni pala partish oyoqni osmondan qilib aniq qiladiganlarni sevmaydi. Chunki pul bekorga ham, har safar aytaman, bekorga ham raqam emas. U aniq va u bilan aniq munosabatda qilish kerak. U hisobni shuning uchun sevadi. Har bitta narsani to'g'ri hisob qilish kerak. Har bir joyiga. Hatto pul shundoq 1 so'm pul kelishi bilan o'sha 1 so'm pulga ham to'g'ri vazifa ajratilishi kerak. Va keyin o'shanga berilgan va'daga, qilingan qarorga qarshi chiqmasligi kerak. Ana o'shanda u pul yana sizda ko'payadi, yana sizga qaytib keladi, yana o'zgaradi. Endi siz bilan bu narsalarni o'rganamiz ham, bajaramiz ham, ko'ramiz pul aniqasida. Xudo xohlasa 30-da boshlaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Bormi yana savolinglar? Rahmat, chiroyli qilib tushuntirdingiz. Rahmat, baraka toping. Harakat qilamiz endi.
buyog'iga haqiqatda biz beplan ishlatar ekanmiz bularni ham. Shunaqa. Xudo xohlasa ishlatamiz. O'rgansangiz hamma narsani o'rganasiz-ku. O'rganganingizdan keyin uni qo'llash kerak-da. Qo'llash kerak. Rahmat Manzura siz. Endi qo'llaymiz endi men o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Qo'llash kerak ekanligini hozir tushundim. Qo'llamasangiz foydasi yo'q. O'qib qo'llamasangiz qiyin ekan haqiqatda. Shunaqa. To'g'ri. Xo'p, boshqa hech kimda savol yo'qmi? Menimcha hech kimda savol yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Negativ nafratlarni chiqarish bo'yicha yozib, qabul qilib, shunaqani qiluvdim praktikada, lekin nafrat kelib ko'tarilib ketyapti-ku. Ildizini hal qilmagansizmi? Nafratning ildizini. Agar qarang, ba'zi amaliyotlar o ildizini topib ildizini hal qilmaguningizgacha afsuski yuqorisidan aniq qilsangiz ishlamaydi. Mana bunaqa tushuningda. Gulis so'lyapti. Gulisda muammo paydo bo'lyapti. Ranglari sarg'ayapti. Siz tepasidan anaqa sepyapsiz, tepasidan dori beryapsiz, boshqa qilyapsiz, u o'zgarmayapti. Suv qo'yapsiz, u qilyapsiz. Ko'pincha muammo ildizida bo'ladi. Yoki ildizini quritayotgan bo'ladi, yoki ildizi chirigan bo'ladi, yoki ildizda o'g'it yetarli bo'lmaydi, yoki ildizi sig'mayotgan holat bo'ladi, tuvakkada, ya'ni asos. Biz o'shani unutamizda. Ko'pincha tashqaridan o'zgartirishga harakat qilamiz hamma narsani. Ko'rgan joyimizdan o'zgartirishga harakat qilamizda. Aslida ildiz o'zgarsa, meva o'zgaradi. Ildizi sog'lom bo'lsa, bargi sog'lom bo'ladi. Ildizi keng, bemalol holda mustahkam bo'lsa, u daraxtga qilib tushmaydi. Ya'ni hamma narsani shunaqa ildizi borda, muammolarda ham xuddi shunday. Lekin muammolarda ozgina u narsani ildizini topib olish har doim ham oson bo'lmaydi. Aynan psixoterapevtlarga ham ba'zida oson bo'lmaydi ildizni, chunki miya murakkab tuzilgan, aniq bo'lgani uchun hislar bilan, fikrlar bilan-da aralashgan vaziyat. Holat bo'lgani uchun, masalan, ilmiy tomondan ham miyani hali to'liq uni qanday ishlashi, qanday holatdaligini o'rganib bo'lganimiz yo'q. Okay, da sitzen. Geh. Ich gehe mit dann später. Okay, bye. Ya'ni mana shunaqa holatlarda masalan bizda ham ozroq qiynalamiz. Ba'zi amaliyotlarni beramiz, u amaliyotlar sizga faqatgina tashqarisidan, xuddiki bargi, xuddiki shoxi bilan ishlash holati bo'lib qoladida. Siz nimadir o'zgargandek, nimadir ochilgandek, nimadir hal bo'lgandek bo'lasiz. Masalan, chirigan bargni kesib tashlasangiz gulingiz chiroyli bo'lgandek bo'ladi, lekin yana qanchadir vaqtdan keyin keyingi bargi ham chiriydi-da. Keyingi bargi ham hali muammo hal bo'lmaganini ko'rsatadi. Miya bilan bog'liq ishlash jarayonida ham xuddi o'shanday. Shuning uchun bunaqa holatda biz ildizni qidirishimiz kerak, ildizni topishimiz kerak. Aytamiz shunday. Muammo ildizda va ildiz nima bo'lishi mumkin? Ildizni qidiramiz. Ildizni qidirish uchun juda ham turli xil amaliyotlar bor. Aynan regressiya, samoregressiya bor. Savollar orqali o'z-o'zini kovlash jarayonida. Mana men deyarli hamma intensivlarimda ham, mana 6 oylik anaqalarim juda ko'p joyda men savollar bilan beraman. O'tgan safar pullarni qasd o'tkazganimda ham berdim mana shunaqa amaliyotlar. Ya'ni savollar bilan kovlaysiz, ildizni kovlashga harakat qilasizda. Regressiv seanslar bor, raskopka regressiyalari bor, kovlaydi aynan o'sha vaziyatni. Va undan tashqari gipnoz regressiyalari borda, aynan o'sha narsani ildizini topishga harakat qilamiz biz tushib. Va mana shu ildiz orqali ildizini hal qilganingizdek tashqaridagi nafaqat bitta vaziyat, juda ko'p vaziyat hal bo'ladi. Assalomu alaykum Barnata, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Sog'lomsiz? Bormisiz? Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Anchagina ko'rmay qolyapsiz. Ya'ni shunaqa holat. Shuning uchun demak sizni bu vaziyatingiz faqatgina u yozib chizib uni yozib turib yoqish holati bilan hal bo'ladigan holat emas. Albatta anglashingiz kerak bo'lgan vaziyat bor, uni ustingizda hal qilinishi kerak bo'lgan qandaydir dastur programma bor. Shuning uchun o'yiningizini topish kerak bo'ladi. Unga sal chuqurroq kirishingiz kerak bo'ladi. Men ko'pincha aytaman, bitta ish qildingizmi, o'xshamay qoldimi, bu tashlab ketaversangiz, agar u narsani bo'lmadi-ku deb tashlab ketaversangiz, mana shu neudachnikni, ya'ni omadsiz insonni eng birinchi xususiyati shu narsa bo'ladi. Juda ko'p insonlarda shunaqa yiqiladimi, yiqilgan joyda yotib qolib ketadi. Bo'ldi, shu u yoqqa harakat qilmaydi.
bir marta yiqilasiz turasiz, 2 marta yiqilasiz turasiz, 3 marta yiqilasiz turasiz, 4 marta yiqilganingizda o'sha oyoqlaringiz yiqilaverishdan pishib ham ketgan bo'ladi. Yiqilganingizni ham hattoki sezmaysiz. Emaklab bo'lsa ham o'zingiz boradigan joyga boradi. Shuning uchun ba'zida insonlarga aytaman-da men, motivatsiya yetarli darajada katta emas. Motivatsiya. Dilafruz qanaqasiz? Motivatsiya yetarli darajada katta emaski, siz yiqilgan joyingizda sizni turgizish, mana shuni qilishim shart deydigan kuch bermaydi-da sizga. O'sha hayotingizni yashashni xohlaysiz. O'sha hayotingizda o'zgarishni xohlamaysiz. Boshqacha holatda yashashni xohlamaysiz. Boshqa darajaga o'tishni xohlamaysiz. Agar buni xohlasangiz, albatta o'zgartirasiz. Nima? Aytadiki, любой ценой. Qanaqa narxi bo'ladi bu narsani qilarsiz. Demak, shuncha sababli oxirgi paytda keladigan mijozlarimga ham, hatto o'quvchilarimga ham aytaman, siz o'sha joyda emassiz hali voydod men o'zgartirishim kerak degan qaror qiladigan nuqtada emassiz. O'shaning uchun ham aytganlarni qilmayapsiz. O'shaning uchun ham vazifalarni bajarmayapsiz. Bo'lmasam qilardingiz bu narsani. Ya'ni aytganini qilardingiz. Aytardingiz o'zingizga, yo'q, men bu hayotdan chiqib ketaman. Bu holatda boshqa yashaymayman. Bunaqa munosabatga boshqa chidamayman. Boshqa insonlar yashayaptimi? Ular menga o'xshagan inson, ularning shohi, dumi, ortiqcha narsasi yo'q-da. Ularni ham xuddi o'shanday menga o'xshatib yaratgan Alloh hammaga bir xil imkoniyatni bergan, ularga ham bergan shu imkoniyatni menga ham bergan. Men qila olaman. Prosta harakat qilishim kerak xolos. Sizning fikringiz faqatgina fikr bilan his o'rinda qolib ketadi. Natija holatiga o'tmaydi. Chunki nega? Harakatingizni sustligi sababli. Shuning uchun qo'llash kerak bu narsani. Dilafruz, qanaqasiz? Qalay O'zbekiston? Mazami? O'zinglar nima qilyapsizlar? Erib ketyapsizlarmi sizda? Ikkalasida o'qishda vazifa qilish qiyin bo'lmaydimi? Yo'q, ikkalasida o'qisangiz vazifa qilish qiyin bo'lmaydi. Qaytaga bir-birini to'ldiradi. Chunki odatda bizning pul degan narsamiz hamma narsamiz bilan aloqador. Pul ota-onamiz bilan aloqador, pul munosabatlarimiz bilan aloqador, pul o'zimizga ishonch bilan aloqador, pul hamma narsa. Shuning uchun ayol deb uni alohida ishlash boshqa narsa, lekin deb pul deb ishlaganingizda hamma tomonga qarab ketadi. Har bir tomonga yo'naladi siz. O'zingiz bilan ishonchingizga ham, o'sha aytgandek munosabatlaringizga ham, qo'rquvlaringizga ham, har bitta holatingizga qarab ketadi. Man bo'ladi har safar. Sein Mund blutet, seine Zähne bluten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war im Zimmer. Sein Mund blutet. Seine Zähne bluten. Er Xo'p, shunaqa. Bo'lmasam, savolinglarni endi qolganini yozib qo'yasizlar. Men bo'limga nimadir javob qarashim kerak. Mana aytdim-ku sizlarga. Men imенно shunday holatda ishlayman. Sizni ko'zingizga faqatgina meni nimalargadir erishganim boshqa ko'rinayotgan bo'lsa, asli shu holatda men mehnat qilaman baribir. Baribir harakat qilaman. Baribir o'zim ustimda ishlayman. Menga kimdir mana bunaqa qilib nima deydi? Anaqada hamma narsani tayyor qilib olib kelib qo'ymagan oldimga. Tarelkada deydimi? Mana sen ol hamma narsa. Men mehnat qilaman, harakat qilaman qo'limdagi. O'zim ustimda ishlayman, o'shanday holatda erishaman shu narsa. Shuning uchun qanaqa nuqtada bo'lishidan qat'iy nazar, prosta voy qila olmadim, voy baloyim, voy bitan bu shunchaki bahona. Shunchaki bahona. Men uchun misol uchun shunchaki bahona. Qilaman degan inson, kerak bo'lgan inson qiladi. Qilmaydigan inson millionta bahona bilan o'tiraveradi. Voy uni, voy buni, voy qo'shnim u, voy bolam u, bunim bu degandek. Shu sababli o'zingiz uchun harakat qiling, mehnat qiling. Agar erishaman desangiz, mana sizga imkoniyat, qalam o'zgartiraman desangiz, mana sizga imkoniyat. Men bu bunaqa amaliyotlarni o'shancha summa qilib qo'yishim mumkin. Balki kelajakda bunaqa qilishim niyatim bor, lekin men sizga hozir siz uni borib 2 marta biron joyda o'tirib yeb olib, bitta ko'ylak kiyib, bir marta kiyib tashlab qo'yadigan holatdagi men summa qilib qo'yganman. Aslida u yerda men juda katta energiya sarflayman, lekin bu sizga kerak. Agar foydasi bo'lsa, albatta qo'shiling, birgalashib ishlaymiz. Agar yo'q, men hali demak tayyor emasman bu narsani qilishga, menga ortiqcha bu narsa deydigan bo'lsa, unda demak hali beri bu botqoqning ichidan chiqishga tayyor emassiz. Yana ham yaxshiroq boting, yana ham yaxshiroq kiradigan joyingizga kiring, yana ham yaxshiroq qiynalingda, dabdalingiz chiqsin, oxiri hamma tomoningizdan bo'g'iling. Voy dod Xudoyim, meni nimaga yaratding deb baqirayotgan joyingizda keyin takallingizga biron narsa mundoq bo'lib yetib keladida, keyin turish harakat qilishim kerak degan joyga kelarsiz. Ungacha значит hali beri tayyor bo'lmaysiz. Hali beri yurishingiz kerak bo'ladi. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi uchrashuvlarda sizlar bilan ko'rishguncha Dilafruz, sog' bo'ling, hammaga salom ayting. Bor bo'linglar.
Zapis beriladi. Ha, zapisni xudo xohlasa beramiz. Telegram kanalda beramiz zapisni. Tashib beramiz. Sog' bo'linglar. Bering savolingizni faqat tezroq. Men bolamga nima deb o'qishim kerak? Qisqacha aytib o'tsangiz bo'ldi. Tushimda ko'p oppoq tut ko'ryapman-da. 2-3 marta o'shanga ma'nosini tushunmayotgandim. Tut? Qanaqa tut? Tut, shol tut bor-ku, oppoq. O'shani 2-3 marta ko'ryapman-da har kun. O'shanga nima his qilyapsiz? Sizga nima tushuncha beradi? Chunki u tut sizga qanaqa miyangizda qanaqa tushuncha berishi bu yerda ahamiyatli-da. Shol tut menimcha judayam mazali, o'shanday yaxshi ko'raman unda. Da, yaxshi ko'rasiz, mazza qilib yeysiz va uni ko'rganingizda hech qanday negativ his yo'qmi? Ha, mazza qilib yeyman. Yo'q, mazza qilaman. Demak, sizga rizq berilyapti. Qandaydir. Agar uni ololmayotgan bo'lsangiz, har safar yeyolmay qolayotgan bo'lsangiz, sizga nima demoqchi? Senga rizq berilyapti, lekin sen uni olmayapsan, deyapti. Senga berdik, deyapti. Agar uni mazza qilib olib yeyotgan bo'lsangiz, deyapti, seni rizqing senga keladi, sen uni bemalol olasan, yeysan, ya'ni seni rizqing o'zingda. Faqat qanaqadir harakatni nimadir qilgin, o'sha narsaga ega bo'lasan. O'zi seni qo'lingda u narsa, deyapti. Agar u yani ko'ryapsizda, yetib bora olmayapsiz, qiynalyapsiz, nimadir bo'lyapti, demak qanaqadir harakat qilishingiz kerak. Turibdi, yaqiningda turibdi, lekin sen harakat qilishing kerak, to'g'ri yo'lda ketyapsan degan ma'no beradi. Ya'ni o'sha tut sizga qanday hisni bersa, yaxshi his bo'lsa, yaxshi ma'noda keladi sizning hayotingizda. Agar negativ his berayotgan bo'lsa, unda siz interpretatsiyangiz, ya'ni o'sha bunga bo'lgan, tutga bo'lgan munosabatingizga qarab tahlil qilishingiz kerak-da bu narsani. Yaxshi narsa bo'lsa, demak rizq yeydigan narsa. Xo'p, sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha barchangizga xayrli kun.